Nimaga mana korxonalarda KPI oddiy vazifalar bilan adashtirishadi. Men o'ylayman fokus uchun. KPI bu rahbari qo'lidagi bir pichoqqa o'xshaydi. Agar KPI noto'g'ri qo'ysa, KPI noto'g'ri qo'yilishi bu ko'z bo'yamachilikka olib keladi xodimlarda. 5-15 minut konsultatsiya berdim. Xavotir olmaslik uchun menga 14 million fiks qo'yinglar deb. Men aytdim, siz xavotir olmasangiz bizlar xavotir olamiz-ku deb. Olishi mumkin bonusi, bo'ldi bu ish meniki deb. Men o'zim mashinada sotib oldim. Rag'batlantirish. zo'r qilib KPI qo'yib berdik, ko'rsatkichlarga bog'lab motivatsiyalarni zo'r qilib berdik. Bizlar hozir startapga borsak, bizlar aytamiz, mana bizlarda oborot bor 2 milliard. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bugun biz ancha vaqtdan beri reja qilayotgan loyihamiz, podkastimizni birinchi sonini boshlaymiz. Tanishuvdan oldin o'zi podkast bilan qisqacha tanishtirmoqchi edim. Ya'ni nima uchun bu podkastni biz tashkil qilishga qaror qildik? Men o'zim ham HR sohasiga kirib kelganimda ko'proq rus yoki ingliz tili manbalaridan foydalanishga majbur bo'lganman. O'zbek tilida kontent, manba topish juda qiyin bo'lgan. Oradan ancha yil o'tdi. O'zbekistonda biznes rivojlanyapti. Katta muvaffaqiyatga erishgan, katta natijalarga erishayotgan bizneslar ko'paygan hozirda. Va buni oqibatida HR ga bo'lgan e'tibor va talab, inson resurslariga bo'lgan ahamiyati oshib boryapti va HR roli ham oshgan. Hozirgi kunda ham o'zbek tilida aynan tajribaga asoslangan, tajribali HRlarni ochiq manbalarda yoki faqat HR emas, tadbirkorlarni ham, biznes boshqaruvidagi insonlarni ham HR mavzusida tajribalarini bo'lishgan yoki o'zini fikrlarini yetkazib beradigan ochiq manbalar yo'q, kontentlar yo'q. Shu muammoni bartaraf qilish maqsadida shu loyihaga asos soldik. biza kimdir o'rgatish maqsad qo'ymaganmiz, balki o'zimizni boshimizdan kechirgan, o'rgangan tajribalarimiz bilan bo'lishni istaymiz. Bu podkast faqat mana Shahboz aytib o'tganlaridek faqat HR mutaxassislari uchun emas, bu biznes egalari, jamoa rahbarlari, kompaniya rahbarlari, umuman rivojlanishni istagan hamma mutaxassislar uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Oxir-oqibat biznes bu insonlar, inson resurslari. Agar insonlar, odamlar rivojlansa, kompaniyalar rivojlanadi. Kompaniyalar rivojlansa, O'zbekiston rivojlanadi. Bu bizning asosiy maqsadimiz. Xo'p, unda birinchi bo'lib tanishib olsak, loyihada hamkorim Shahzoda Jahongirova O'zbekistonda xalqaro kompaniyalarda uzoq yillar tajribasi bor bo'lgan HR mutaxassis. Ular har xil korporativ madaniyat bor bo'lgan tashkilotlarda HR, boshqaruv, tizim qurilishida o'z ko'zi bilan ko'rgan mutaxassis. Bu insonda yoqqan xususiyat bu murakkab muammolarni oddiy tilda tushuntirib bera olishi. Shu birga boshladik va nasib bo'lsa birga davom ettiramiz. Yonimda esa Shahboz Majidov. Ular lokal kompaniyalarda ko'p tajribaga ega HRD, mahalliy biznesni ichidan ko'rganlar, qanaqa ishlaydi, yaxshi biladilar. Menga eng yoqadigan jihatlari bular nazariyachi emas, real tajribaga ega amaliyotchi. Bugungi mavzumizga biz suhbatdoshlarni taklif qilganmiz, mehmon bo'lib. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Jonibek Ortiq, xalqaro darajadagi ekspert, xalqaro tajribani boshqa davlatda orttirib, mana bir necha yildan beri O'zbekistonda o'zini tajribasini bo'lishib, O'zbekistonda HR sohasi rivojlanishiga o'zining hissasini qo'shib kelayotgan ekspertlardan biri. Ayniqsa Top HR Akademiya loyihasi orqali O'zbekistondagi mahalliy bozordagi HRlarni ham tajribasini oshirishga, ularni o'qitishga va rivojlantirishga hozirgi kunda katta hissa qo'shib kelyapti. Shu insonni chaqirganmiz. Xush kelibsiz. Katta rahmat chaqirganingizga. Hammalarga assalomu alaykum. Ikkinchi mehmonimiz Alisher aka Haytmetov. Ular hozirda Veolia O'zbekiston xorijiy kompaniyasida O'zbekiston bo'yicha mamlakat direktori lavozimida ishlab faoliyat yuritadilar, country directorida. Ularning ish tajribasi bir nechta mamlakatlarda bo'lgan: O'zbekiston, Fransiya, Janubiy Koreya, Rossiya, Janubiy Afrika. Ular yirik investitsion infratuzilma loyihalarida CFO hamda CEO lavozimlarda ishlab kelganlar va biznesni ichkarisidan yaxshi tushunadilar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Katta rahmat chaqirganingizga va shu qo'yilayotgan birinchi qadamlarga muvaffaqiyat tilab qolaman. Rahmat.
Rahmat. Bugungi mavzumiz KPIga bag'ishlangan. Sababi hozir kun yana yil boshi bo'lganligi uchun ko'p korxonalarda 26-yil uchun maqsadlar qo'yilyapti. Bu har xil tarzda bo'lishi mumkin. Shu maqsadlarni jamoadan kutiladi. Ya'ni biznes shuni erishish uchun jamoa bilan birga harakat qilish kutiladi. Bunda bir instrument sifatida ko'pincha KPI ko'rishadi. Ya'ni KPI sifatida hamma jamoaga o'zini maqsadlarini bo'lib berishdi. Shunga ko'proq manfaatli bo'ladi, ko'proq hozirgi davrda eshituvchilarga bu og'riqli muammosiga yechim bo'ladi degan maqsadda shu mavzuni tanlaganmiz. Shu mavzuda boshlaymiz. Birinchi savoli KPI o'zi nima degan savolga bir javob berishdan boshlab olsak, shunga ekspertimiz ichki sohasida Jonibek ortiq javob bersalar. Menga oddiy narsadan aytsam, oddiy savollardan aytib bersam, KPI men uchun bu hatto navigatordaydi. Ko'rsatyapti yo'limni и aytyapti qancha kilometr qolgan, qancha vaqt men o'tkazishim kerak, qancha vaqt o'tkazdim o'zi и shunaqa narsa menga hatto har bitta yo'nalishda u menga ko'rsatyapti, qaysi joylarga, qayerga boryapmiz bizlar. Hatto shunaqa narsa menga. Rahmat. Nimaga mana korxonalarda KPI oddiy vazifalar bilan adashtirishadi. Boshidan konsalting qilsangiz kerak, boshidan o'tkazgan bo'lsangiz kerak. Ko'plar shunaqa xatoga yo'l qo'yadi. Nima uchun? Men o'ylayman, ko'plari qanday deydi, KPI bilan uncha ko'p ishlamagan ko'p korxonalar и o'ylayapti, hatto bu oddiy vazifa. Hatto bizlar masalan qanaqadir odamlarni topishimiz kerak. Masalan, icharilarda KPI shunaqa deb o'ylaydi odamlar. Lekin bizlar odamlarni topish kerak, bu vazifamiz asosida. Lekin yaxshi odamlarni topish uchun qaysi kompaniyadan chiqmayotgan, kompaniyaga natijani berayotgan odamlar bu bizlarga KPI bo'lishi kerak. Bu KPIlarga biz raqamlarni qo'yishimiz kerak. Men o'ylayapman, shu narsada ular ko'p korxonalar, bizlarda ishlayotgan odamlarimiz unda o'ylaydi, bu vazifamiz deb. Bu haqiqatan vazifa emas. Bu KPIga o'xshaydi. Qachon yoqda raqamlar bo'lsa, shu paytda KPIga o'xshab ketyapti. Lekin bizlar hatto aytsak, odamni topib ber, bu vazifaga o'xshab ketadi-da. Men o'ylayman, shu paytda ular o'ylaydi shunday deb. Endi tabiiy holatda o'z ba'zida hammada har xil tushunchalar borda. Sizning fikringizcha bu KPI ko'proq nazorat vositami yoki ko'proq natija uchun ishlaydigan vositami? Men o'ylayman, fokus uchun asosida beradi. Chunki nazorat mayli, u yordam beradi, lekin bizlarda asosiy maqsadimiz KPI deb qo'yganimizda, bizlar nazorat qilish uchun emas, bizlar kompaniyani точка Adan nuqta Adan Bgacha olib borishga. Shu fokusni berayotgan narsa bu KPI men o'ylayapman. Qo'shimcha qilmoqchi edim. KPI bu rahbari qo'lidagi bir pichoqqa o'xshaydi. Oshpazni qo'lida KPI shirin taom tayyorlash mumkin, lekin noqobil insonning qo'lida u bir jazo shikast yetkazishi mumkin insonga. KPI agar men o'zimni tajribamdan qaraydigan bo'lsam, aytaylik, Fransiyada bu ko'proq aniqlik kiritish uchun ishlatilgan bir instrument. Uzoq yillar davomida Janubiy Koreyada misol uchun bu ko'proq jazolash instrumenti bo'lib hisoblangan, lekin hozirgi kunda bu ancha o'zgargan. Koreyada ham hozir ko'proq aniqlik kiritish, xodimlarni rag'batlantirish instrumenti bo'la boshlagan o'sha ancha yillardan beri. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, agar KPI'ni jazolash uchun ishlatilsa, bu bosim instrumenti. Agar rivojlanish uchun ishlatiladigan bo'lsa, bu aniqlik kiritish instrumenti deb aytgan bo'lardim. Agar KPI noto'g'ri qo'ysa, nimaga erishish mumkin? То есть qanaqa rezultat bo'lishi mumkin-da? Mani fikrimcha, KPI noto'g'ri qo'yilsa, unda ko'z bo'yamachilik ortadi korxonada. Aytaylik, yana shu o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda mehnat xavfsizligi masalasi xalqaro korxonalar juda katta ahamiyat berishadi. Bu mehnat xavfsizligi va compliance bu birinchi o'rindagi maqsadimiz deb belgilanadi. KPI qo'yishingizga bog'liq. Agar siz bizda aytaylik bir oyda yoki bir yil davomida biron bir jarohat beruvchi hech qanaqa bir ish bo'lmasligi kerak deyiladigan bo'lsa, shunaqa KPI qo'yiladigan bo'lsa, unda xodimlar bekitishni boshlaydi. Nimadir hodisa bo'lsa ham,
unda bekitadi. Agar aytaylik bizni KPI shunaqa qo'yilsaki, topilgan bir kamchiliklarni bartaraf etish statistikasi qo'yiladigan bo'lsa, unda xodimlar shunaqa bir hodisalarni baxtsiz bir oqibatga keltirishi mumkin bo'lgan hodisalarni bekitish emas, ularni ochiqchasiga ko'rsatib, lekin ularni bartaraf etish, kelajakda bunaqa hodisa bo'lmasligi uchun qaratilgan ishlarni ko'paytiradi. Shuning uchun yana bir marta qaytarib o'taman, KPI noto'g'ri qo'yilishi bu ko'z bo'yamachilikka olib keladi xodimlarda. Jonibek aka, siz fikringiz? Menda shunaqa kes bo'lgan edi. Bitta kompaniyaga men konsalting qilgan edim. Ular zavod yo'lga qo'ygan keramik plitalar chiqaryapti. Keramik plitani chiqaraman desangiz, siz yoqda sotuv bo'limiga xodimlarga KPI qo'ygan. Men o'ylayapman noto'g'ri deb. Kompaniyaga ham aytdim, bu noto'g'ri KPI bo'lib ketyapti, chunki ular KPIga chegarani qo'ygan. Shu paytgacha sizlar faqat sotsangizlar, shunaqa pullarni olasizlar. Men aytdim, sizlar nima uchun chegarani qo'ydingizlar? Sizlar hozir chegarani qo'ydingizlar, sizlarda skladlaringiz to'lib ketyapti. Ular oyda ichida 2 haftaning ichida planlarda nima to'lib qilib beryapti. Undan keyin sotmayapti. Sizlar chegarani olib tashlanglar, ular sotaveradi. Qanchani sotsa, shunchadan foizda olaversin. Sizlarga zo'r bo'ladi-ku. Sizlarning skladlaringiz to'lmaydi. Keyin sizlar zavodlaringizni to'xtatmaysizlar. Ular aytdi, bu zo'r fikr deb, biz uni olib tashlaymiz, biz boshqatdan KPIda yasaymiz deb, shunaqa narsani qilib tashladi. 15 minut nima konsultatsiya berdim. Keyin bo'ldi, sotuvlar oshib ketdi, hamma narsa yo'lga qo'yib ketdi. Eng muhim narsa, zavod to'xtamadi. Chunki zavod katta investitsiya qilgan, hozir ko'ryapti, skladlarda, yangi skladlarda ular qura olmayapti. Chunki vaqt kerak. Skladlarni to'lib ketyapti. Ular o'yladi, hozir bizlar hamma narsani bizlar to'xtaymiz deb, shunaqa deb o'ylab turuvdi. Mana hozir bitta KPI'da boshqatdan yozib borganimizdan keyin u qanday natijani ko'rsatib ketdi. Shuning uchun men o'ylayapman, bu siz aytganingizdada ko'z bo'yamachilik bo'lib ketyapti. Keyin u kompaniyaga ham nima katta xato bo'lishi mumkin-da, yoki to'xtatish mumkin kompaniyani. Men o'ylayman, qaysi joylarda. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, KPIda shunaqa nozik joyi borki, to'g'ri qo'yilmasa, bu kompaniyaga kattaroq, ya'ni oqibatlarga, ya'ni salbiy oqibatlar olib kelishi mumkin. To'g'ri qo'llanilsa, kompaniyani manfaatiga katta hissa qo'shishi mumkin bo'lgan instrument. Shunday, to'g'ri. Xo'p, shunaqa vaziyatlar bo'lishi mumkinmi? KPI o'zi kompaniyaga kerak emas bo'lgan holatlar. Nima deb o'ylaysizlar? KPI qachon kerak bo'lmasligi mumkin? Agar bir kichik oilaviy biznes bo'lsa, 5-10 kishi ishlaydigan odam, hamma bir-birini ko'rib turadi, kim nima qilyapti, ishini qilyapti, qilmayapti. Shunda balkim kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin korxona o'sgan sari, rivojlangan sari KPI bu o'zi uzoqdan boshqariladigan pultga o'xshaydi. Aytaylik 200-300 ta xodim bor korxonada. Unda KPI siz muvaffaqiyatga erishayotgan korxonalar bu chista tasodifiy baxt deb hisoblayman. Bunday korxonalarda KPI bo'lishi shart deb bilaman. Chunki har bir insonni rahbar sifatida har bir insonni kuzatib ketidan poylab yura olmaysiz. Ishini qilyapti, qilmayapti. Shu har bir chorak, yarim yillik yoki 1 yillik natija asosida uni baholab borishingiz kerak. Agar kontrol bo'lmasa, unda odamlarda shunaqa xususiyat borki, osonlikka o'rganib qoladi. Baribir hech kim kuzatmayapti, hech kim ko'rmayapti, natijam baribir bilinmayapti, hech kim rag'batlantirmayapti. Faqatgina kontrol emas, keyinchalik rag'batlantirish maqsadida ham albatta KPI bo'lishi shart deb o'ylayman. Men ham qo'shilaman. Men o'ylayapman, masalan, qanaqadir startaplarda yoki qanaqay joylarda, masalan, madaniyat bo'lgan narsalarda, masalan, kulturada yoki boshqa joylarda u KPI kerak emas. Chunki u ruhni buzadi-da. Ya'ni shu paytda masalan siz ular o'zi hammasi davay bosamiz, gazni bosamiz, hamma narsani qilamiz deb sizlar ularga juda yaxshi qilyapsizlar, biz sizlarga ham KPI deb qo'yamiz. Ular keyin o'ylaydi, nima uchun bizlarga KPI deb qo'yapsan? Bizlar sizlar bilan bitta jamoada ishlayapmiz. Sen bilan bitta nima fikrga qilib, bitta maqsadga bizlar yurayapmiz, sen bizlarga shunaqa narsani qo'yapsan deb. Shu paytda buzilish mumkin-da. Keyin rivojlanib ketgandan keyin to'g'ri qilish kerak. Chunki baribir startaplar ham katta bo'lib ketyapti, hammalarga kontrol qilish kerak.
ayni aytsa bizlarda ham o'zimizda ham shunaqa narsa bor. Bizlarga ham kipay qo'ymasa, menga ham kipay qo'ymasa, men ham qaysi joyda men mayli bo'ladi deb shunday deb o'ylab turaveraman. U mendan bo'lsa, men o'ylayman hammalarda ham shunaqa narsa bor. Lekin men kipayga qancha e'tibor beraman, hammalarga aytaman bu narsaga e'tibor beringlar deb, unga qaranglar deb. Baribir o'zimda ham shunaqa narsa bor. Menga ham kipay kerak. To'g'ri, men xodimlarni insonlar bolalar bilan solishtiraman. Maktabda o'qishadi, baho olishadi. Baho olaman deb ham harakat qilib o'qiydi-da. Xodimlar ham shunaqa. Katta disiplina hammaga kerak. Keyingi savolimiz smart deyishadi, lekin smart so'zini aniq ma'nosini tushunishmaydi. Shuni yoritib bera olasizmi? Menda shunaqa tajribamda narsa bor edi, kesim bor edi. Men smart bo'yicha 2012-yilda leksiya berdim. Aytdim, shu smart bo'yicha ishlanglar, bu narsa zo'r, kerakli deb. Keyin xodimlarga, keyin boshqa odamlarga, kim universitetda bo'lgan, ularga ham aytdim. U narsa juda zo'r, muhim, bizlarga kerak, bizlar ishlatishimiz kerak. Men o'yladim, men u narsani bilyapman deb. Keyin RJDda ishlaganimda menga assessment centerga olib bordi. Aytdi, assessment centerda bizlar senga bahoni qo'yamiz. Chunki o'zi xodimda siz ocenka qilaman desangiz, unda qanday testlar bor, testlarda o'zi odamlar qiladi, o'ziga bahoni beradi. Lekin bu testlar validatsiya degan narsa bor. Haqiqatan bu to'g'ri narsami yo noto'g'ri narsami 25% ga o'tadi-da. Odam o'zini nima baholayman desa. Masalan, siz o'ylaysiz, yo men hech qachon ishga vaqtida kelaman deb. Boshqalar aytadi, qayerda vaqtida? Har doim 5 minut, 10 minut sen kech qolyapsan deb. Xodimlar boshqalar biladi seni. Ular senga yaxshi bahoni beradi. Ular qanchada 50%. Eng yuqori daraja validatsiya degan narsa bor, assessment degan 75-85% da ko'rsatadi. Yoqda 3 tama, 4 tama psixologlar turadi. 3 tama keyslarni siz o'tkazasiz, shu paytlarda sizga aniq bahoni beradi. Menga yoqda bahoni beryapti, aytayapti. Siz vazifani smart bo'yicha siz bermayapsiz. Men aytdim, qanday bermayapman? Men uni bilaman-ku, men har doim qilaman-ku. Ular aytdi, sizda bilim bor, lekin navik degan narsa yo'q. Ko'nikma. Shu narsani qachon ko'rsatadi odam? Qachon stressda bo'lgan chayda u ko'rsatish kerak. Masalan, har doim bizlar o'qitamiz-ku, pojarni безопасность, qayerga borishimiz kerak, nima qilishimiz kerak. Agar pojar bo'lsa, stress bo'lsa, shu paytda odam shu narsani aniq ko'rsatadimi, yo'qmi? Shu ko'nikma bo'lish kerak-da bizlarda ichimizda. Men o'ylayapman, ko'plari birinchidan uni bilmaydi. Ular o'ylaydi, u qanaqadir smart degani u aqlli deb tarjima qiladi. Keyin ikkinchidan bilayotgan odamlar ham baribir ishlatmaydi, chunki ularda ko'nikma yo'q. Uni nav qilib kiritmagan o'ziga. Har doim aytaman, hammalar qilish kerak deb. Lekin shunaqa narsa bor bizlarda. Shifrovka qilib bera olasizmi? Smart qanday deydi? Specific da. Measurable, achievement, results and time. Time. U haqiqatan bitta narsaga bog'lanish kerak. Measurable degan raqamlar bo'lishi kerak. Raqamlarga qarab bizlar aytishimiz kerak. Bu narsani bizlar shu raqamlarga bizlar olib borishimiz kerak. Achievable bu qilayotgan narsa bo'lishi kerak. Masalan, bizlarga hozir menga hozir aytsa 1000 ta odamni 1 yilda ichida topib ber. Bir o'zing. Men qila olmayman bu narsani hech qachon. Erisha oladigan. Da. Xuddi shunday. Relevant kishlar Taalluqligida. Da, xuddi shunday. Time u vaqti bo'lish kerak bu maqsadimizda yoki vazifada aytish kerak. Masalan, 1 yil ichida xuddi shuncha odamni menga olib kel deb. Mana shunday spesifik bo'lish kerak. Shunday qoidalarimizga kiritgan yoki bizlarning maqsadlarimizga kiritgan odamlarni topib ber deb. Unga aytganda yaxshi odamlarni topib ber degani u smart emas. Boshqacha aytsangiz, u nima qanday deydi? Odamlarga oson bo'ladi-da, unaqa odamlarni topish. Keyin, masalan, menga icharga. Men shunday o'ylayman. SEO sifatida endi mana siz finansiz va SEO sifatida ko'p faoliyat yuritgansiz. Biz HRlar muammoga boshqa rakursdan qarashimiz mumkin. Siz boshqa rakursdan qaraysiz-da. O'z tajribalaringizdan kelib chiqib, o'sha KPI noto'g'ri qo'llangan holatlarni aytib bera olasizmi? Ya'ni o'zi misol uchun kompaniyaga qanchalik zarar keltirishini bir ko'lamini tushunib olish uchun.
Albatta. Bir misol, korxona nomini aytmayman. Endi bu sotuv bo'limida bo'lgan shu narsa. Operatorlarga shunaqa KPI qo'yilgan, bir oyda shuncha qo'ng'iroq qilishing kerak. Potensial klientlar, mijozlarga shuncha qo'ng'iroq bo'lishi kerak. Bu noto'g'ri KPI bo'lgan, chunki shu call centerdagilar ketma-ket telefon qilaveradi, natijasi nima bo'ladi, bo'lmaydi, shunaqa. To есть bu demoqchiman, bir rezultat bermagan. Keyin shu KPI o'zgartirilgan. Demak, shuncha qo'ng'iroq qilishmas, qancha yangi mijoz keltirish qo'ng'iroqlar tufayli. Ana unda уже call center shu mijozlar bilan ishlaydigan xodimlar faqatgina telefon qilsam bo'ldi ekan emas, men telefon qilib mijozlarga to'g'ri tushuntirib mahsulotni sota bilishim kerak ekan deb shu iloji boricha mijozlarning barcha savollariga javob berib, u yangi mijozni keltirishga yordam bergan. Bu bitta yaqqol misol. Yana bir misol, zavodda KPI qo'yilgan, umuman hozir Jonibek aytib o'tganlaridek achievable, erishish mumkin bo'lmagan natija qo'yilgan ishlab chiqarish bo'yicha. Xodimlar tushungan, baribir men 24 soat ishlasam ham men bu natijaga erisha olmayman deb. Уже bo'ldi, men premiya olmas ekanman, rahbariyatning maqsadi bizga premiya berishdan qochish ekan deb tushunib, qo'ldan kelgancha nomiga ishlay boshlashgan. Demotivatsiya bo'lgan xodimlar orasida. Keyin yana bir bor KPI o'zgartirilgan va u KPI o'zgartirilganda ham 3 xil как бы уровень qo'yilgan. Minimalniy, aytaylik, mana shuncha ishlab chiqarish qilsanglar, mana buncha premiya olasizlar. Optimalniy, o'rta, agar undan ham oshirib shuncha ishlab chiqarsanglar, bunaqa olasizlar. И уже амбициозный qo'yilgan, agar shuncha ishlab chiqarsanglar, unda premiyalar 2 barobar yo 3 barobar ko'proq bo'ladi deyilganda, ana unda siz u ishchilarning ishlashini ko'rsangiz, qanaqa ishlaydi, jon jahdini berib, qo'ldan kelgancha shu nafaqat количество soni, lekin uni sifatiga ham u KPIda albatta yetib o'tilishi kerak. Yo'qmasam sifati to'g'risida yetmaydigan bo'lsangiz, unda paqillatib chiqarib tashlashadi. U brakmi, u ertaga sotsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, u yana bir muammo. Zo'r. Hozir aytib o'tdingiz, savol paydo bo'lyapti-da, erishsa bo'ladigan qo'yish kerak deyapsiz. Endi rahbar har doim hamma sohada mutaxassis emas-da. Ya'ni misol uchun marketingda ham finansda, ham HRda hammasini zo'r bilsa, hammaga o'z KPI qo'yib bersa. Lekin KPI qo'yilayotganda, shu xodimga qo'yilayotganda erishsa bo'ladigan ko'rsatish qanday qo'yilayotgani qanday baholasa bo'ladi? Qaysi jarayonda bu erishsa bo'ladi, qaysi vaqtda erishsa bo'lmaydi degan savolga javob olish uchun odatda qanaqa qilib shu chegarani topib olish mumkin? Nima deb o'ylaysizlar? Mayli. Men o'ylayapman, bu yerda qanday qilish kerak? Birinchi bosqich qanday qilishimiz kerak? Bozorda analitika qilishimiz kerak, ko'rishimiz kerak. Bizda haqiqatan bu dolani yoki bu bozorda nima maqsadlarimizga bizlar kelamizmi, bajaramizmi, unaqa achievable bo'ladimi bizlarga deb o'ylashimiz kerak. Masalan, bitta kompaniya bor Toshkentda, juda qimmat xonadonlarni sotaman deydi. Keyin uni analitika yaxshi qilmaganmi, bilmayman nima bo'lgan. Ular o'yladi, bizlarda sotuv bo'limiz sota olmayapti deb. Keyin boshqa odamlar keldi, xorijiy konsultantlar keldi, aytdi, bizlar analitikani qilaylik birinchidan. Bozorda analitika qildi, so'rayapti, ko'rayapti. Toshkentda shuncha qimmat kvartiralar kerak emas ekan-ku. Ular kimga sotadi uni? Bozorda yo'q unaqa покупательlar. Ular qanaqa KPIlarda yozsangizlar, masalan, bitta kvartirani sotsa, hatto bitta shunaqa kvartirani senga beramiz deb, ular sota olmaydi baribir. Nega? Chunki bozorda ular bilmagan edi.
yoki aniq qilmaganman yoki qanaqadir yuqori prognoz qilganman mana shunaqa aytib bizlar yaqacha boramiz deb xuddi shunday deb orzular qo'ygan qog'ozlarga, lekin u bo'lmagan narsa bo'lib ketdi. Birinchidan men shuni o'ylayman deb. Ikkinchidan bizlar mandan chiqamiz. Rahbariyat nima deyish kerak? Qancha bizlar sotuvlarni qilishimiz kerak. Yoki masalan sizda производство bo'lsa, siz производство bo'yicha aytasiz. Sizda sotuv uncha emas-ku, men o'ylayman. Aytadi, masalan, shunchani bizlar chiqaramiz. Undan keyin hammalarga KPI chiqadi. Masalan, bitta sotuv uchun bizlarga qancha lidlar kerak? Masalan, 100 ta lidlar. 100 ta lidlarda uchun bizlar xodimlarimiz nechta odamlarda bir kunida telefon qiladi. Xuddi shunaqa keyin chiqadi-da hamma joylarga. Shuncha odamlar telefon qilish uchun qancha bizlarga sotuv menejerlar kerak? U icharilarga keyin chiqadi KPI. Keyin bizlar aytamiz, shuncha xodimlar bizlarda o'tiradi, IT tuzumimiz bo'lishi kerak. Masalan, kompyuterlar yoki programmalar yoki boshqa narsalar. Lekin ITshniklarga ham KPI chiqib ketyapti. Birinchidan o'ylayman, analiz qilishimiz kerak bozorda. Ikkinchidan o'zi sotuv planini qo'yishimiz kerak. Haqiqiy sotuv planini qo'yishimiz kerak. Undan keyin hammalarga men o'ylayman chiqadi yaxshi KPI. Unda noto'g'ri qilsangiz, bitta joyda xato qo'ysangiz, bo'ldi, buzilib ketadi. Chunki bu sotuv bo'limini 2 yilma, 3 yilma yo'lga qo'yaman dedi bu kompaniya. Baribir qila olmadi. Keyin aytdi, boshqatdan qilamiz deb. Sanoviy politikani boshqacha qo'yib berdi, yo'lga. Ya'ni demak, xulosa qiladigan bo'lsak, birinchi KPI qo'yilayotganda, ko'rsatkichlar aniqlanayotganda, birinchi o'rin baribir raqam bilan analitika qilish kerak, tahlil qilish kerak, sohani umuman HR tomonlama, xodim tomonlama ko'rsatkichlarni o'rganib chiqish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Qo'shilaman Jonibek fikrlariga. KPI belgilashda yana qo'shimcha sifatida o'zi strategiyadan boshlanadi. Agar bu boshdan belgilansa, aytaylik, korxona strategiya qiladi. Keyingi 3 yil, 5 yil, 10 yilga strategiya qiladi. Shu strategiya keyin yilma-yil bo'linadi. Xo'p, aytaylik 5 yillik strategiyam bor. Birinchi yil bunga erishishim kerak, ikkinchi yil shunga, uchinchi yil va hokazo. Aytaylik, birinchi yil meni maqsadim nima? Shu strategiyaga erishishim uchun. Shu maqsaddan kelib chiqqan holda, shu maqsadga erishishim uchun menga nima kerak? Qanday KPI'lar qo'yishim kerak o'zimga va meni o'zimni birinchi xodimlarimga, birinchi qo'l ostimda bo'lgan xodimlarga. Xalqaro korxonalarda tizim shunaqa ishlaydi. Aytaylik, men O'zbekiston bo'yicha hozir direktor bo'ladigan bo'lsam, men o'zimni rahbarimni bilan kelishgan KPI'lar bor. Bu boya savol berdingiz, bu qanaqa belgilash kerak, to'g'ri belgilanishi. Bu hammasi suhbat asosida bo'ladi. Menga rahbarim mana senga shu KPI deb faqatgina tashab qo'ymaydi. Albatta biz ko'rishamiz, 1 soat, 1,5 soat ustida gaplashamiz. Rahbar o'z talabini qo'yadi. Men o'zimni fikrlarimni bildiraman. Bunaqa bu qilsa bo'ladigan, bu qiyinroq, bu umuman amalga oshmaydi. O'zim argumentlarimni aytaman. Shu yo'sinda biz KPI belgilaymiz. Demak, menga KPI belgilandi. Meni keyingi qiladigan ishim bu o'z qo'l ostimdagi xodimlar bilan xuddi shunaqa suhbat o'tkazib, ularga o'zini yo'nalishiga taalluqli bo'lgan KPI'larni qo'yish. Masalan, xodimlar bo'limi, xodimlar bo'yicha direktorga bu o'ziga taalluqli KPI bo'ladi, moliyaviy direktorga o'zini KPI nimasi bo'ladi va hokazo. Albatta, KPI maqsadi yillik maqsad va keyinchalik strategiyaga erishish bo'ladi. Shunga xizmat qilish kerak. Yaxshi mavzuni ochdingiz. Shu mavzuga ham endi ochish o'zi niyatida savol berilgandi. Haqiqatan ham agar kompaniyaning o'z maqsadlari aniq qilinib, o'sha maqsadlar keyin bo'limlarga bo'lib berilmasa, odatda menda tajribada shunaqa bo'lganki, hamma bo'limlar KPI bajarganda ham kompaniya maqsadiga erishmay qolgan holatlari bor. Ya'ni bu o'zi kompaniya maqsadidan boshlab pastga tushirib kelish kerak degan tajribadan o'tgan. Hammalar boy bo'lib ketdi, lekin asoschi boy bo'lmadi. Hamma xodim xursand, rahbar, ta'sischi xursand emas. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Shu haqida bir yaxshi bir masalani ochdingiz. Hozirgi kunda mana bizni korxonada yoki oldingi men ishlagan korxonalarda KPI qanaqa qo'yiladi? Aytaylik,
menga 1 yil davomida bir miqdorda bonus olish imkoniyati bor. Bu bonusni 50% mani shaxsiy KPI'imga bog'liq. 50% korxonani foyda olishiga bog'liq. Shuning uchun xuddi shuni oldini olish maqsadida, demak, xodimni o'zini KPI bo'ladi. Lekin hamma rahbarlar, hamma ishchilar o'zini KPI'ni bajarganda korxona ham foyda ko'rishi kerak. Korxona topgan foydasini keyin уже bo'lishsa bo'ladi-da bir qismini. Shuning uchun KPI qo'yilgani faqatgina xodimni o'zini qiladigan ishga emas, korxonani natijasiga ham bog'liq qilib qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri. Chunki bu pul birinchi o'chirda kompaniya foydaga chiqsa, hamma foydada bo'lishi kerak. To'g'ri. Xo'p, keyin bir tushuncha bor. Ya'ni boya siz shu mavzuni boshida aytdingiz. Ya'ni kompaniyalar masshtablashgandan keyin, xodimlar jamoa kengaygandan keyin rahbar odatda o'zi ulgurmaydi, hammani nazorat qilgani. Keyin yo'nalishlar bo'yicha rahbar ola boshlaydi. Ya'ni bo'limlarni tuzib, marketing bo'lim rahbari, HRga HR, moliyaga moliya va ularga boshqaruvni qaysidir qismini ularga topshiradi, to'g'rimi? Endi KPI shu yaxshi bir rahbarni yaxshi ijrochidan farqlab beradigan instrumentlardan biri deb bir tushuncha bor. Shu tushunchaga qanaqa qaraysiz? To'g'rimi? Sizning fikringizcha yoki noto'g'rimi? Fikrga qo'shilaman. Yaxshi ijrochi, demak, KPI yaxshi natijaga erishgan, yaxshi natija ko'rsatgan ijrochi, yaxshi ijrochi deb bilaman. Yaxshi rahbar bu o'zi aslida KPI ga bog'lamaydigan bo'lsak ham, rahbar o'zi yo'qligida ham tizim ishlaydigan rahbari men shaxsan yaxshi rahbar deb bilaman. Korxonani ishi bir doim bir odamga bog'lanib qolish kerak emas deb bilaman. Demak, yaxshi rahbar bu o'z qo'l ostidagi xodimlarga shunday KPI qo'ya biladiki, bu xodimlar ham o'zini ishini a'lo darajada bajarishga intiladi va rahbar bo'lmagan paytda ham endi ta'til bo'lishi mumkin, kasal bo'lishi mumkin, shu rahbar bo'lmaganda ham ish jarayon kechishini ta'minlab bera olgan rahbarni men yaxshi rahbar bilaman. Jonibek aka, sizda qo'shimcha fikrlar bormi? Yo'q, bu yerda qo'shilaman. Bu narsa tizimda ishlash kerak. Jarayonlar bo'lishi kerak. Agar hammani yo'l-yo'liga qo'ysa, unda ishlasa zo'r-ku. Mani savolim HR departament uchun KPI qanaqa foydasi bor? Juda katta foydasi men o'ylayman. Chunki bu birinchi qanday deydi, biznesdan HRda biznesdan yaqin qiladi-da. Chunki ko'p HRlar o'ylaydi, masalan, meni qarashimda, HR bu odamlar bo'yicha, bu empatiya bo'yicha, bu psixologiya bo'yicha, lekin men o'ylashimga qarab, men o'ylayman, HR birinchidan biznes bo'yicha bo'lish kerak-da. Chunki siz aytganingizdek, agar biznes rivojlansa, agar pulni olsak, hammalarimiz boy bo'lamiz, hammalarimiz xursand bo'lamiz. Undan keyin psixologiya, empatiya hamma narsa chiqadi. Agar kompaniyada hozir natija yo'q, pribul yo'q, hech narsa yo'q, premiyalar yo'q, xodimlarni bizlar qisqartiryapmiz, bo'shatyapmiz. U paytda siz qanaqa psixologiyani qo'yasiz? Hech qanaqa psixologiya bo'lmaydi. Shu paytda siz KPI'da ishlatsangiz, men o'ylayman, bu raqamli tilda siz biznes bilan gaplashsangiz, rahbar bilan gaplashsangiz yoki CFO bilan gaplashsangiz, juda yaxshi tilni topasizlar. Chunki bitta tilda gaplashasizlar. Masalan, KPI'da qo'ysak, bizlar nimani aytamiz? Bizlarda maqsadlarimiz siz aytganingizdada, strategiyani ichida, bir yilda ichida bizlar yoqib boramiz. Zo'r. Bizlar hozir buni nazoratga qo'yamiz, ishga qo'yamiz, KPI'larda hammalarga qo'yamiz, bog'laymiz maqsadlarimizga, hammamiz bosamiz shu paytlarga. Menga bu raqamli narsa, adolatli narsa HR direktorga. Chunki masalan, korxonada FOT degan narsa bo'lsa, FOTni ichida bizlar KPI'ni qo'yapmiz. Kimdir KPI'ni oldi, kimdir KPI'ni olmadi, lekin
bizlar ko'ryapmiz, shu pullar qolyapti fondni ichida, masalan, oyda ichida. Bizlar u pullarni boshqa odamlarga bersak, kim rezultatlar, natijalar ko'p ko'rsatsa, bu adolatli narsa. Kompaniyaga og'ir bo'lmaydi. Chunki bu pullar o'zi ajratilgan. Masalan, 10 million dollar ajratdik fondga. U yoqda 5,5 million qoldi. 5,5 millionga boshqa odamlarga bersak, zo'r bo'ladi. Chunki ular ham ko'radi-da natijani. Mana men shuni ko'rsatdim, menga yana bitta berdi pullarni. Lekin u narsa hammasi yozilib bo'lishi kerak. Bizlarda hozir o'zimda bitta kompaniyada xuddi shunaqa narsani qo'ydik. Fondni ko'paytirmay, bizlar boshqa xodimlarga premiyalarni berdik. Ya'ni qo'shimcha KPIdan boshqacha. Ya'ni berdik. Hammalarga aytib berdik. Masalan, nima uchun u xodimlar oldi premiyani? Kim odamlar tushunib oldi-da, masalan, nima uchun oldi, qanday ishlash kerak, pulni ko'p olish uchun nima qilish kerak deb ular tushunib oldi. Shuning uchun bu adolatli narsa bo'lib ketdi menga. Raqamli, chunki rahbariyatdan men boshqa pullarni so'ramadim. Aytdim, shuni ichida ruxsat berasizmi? Ular aytdi, ruxsat beramiz. Mayli, zo'r qildik. Bu gapingiz bilan aytmoqchisizki, HR bu biznes uchun biznes partnyor bo'lish kerak. Asosida, да, tushunish kerak, lekin mana o'zimni faoliyatimda ko'p ahamiyat berdim. Rahbarlarni tushunchasi boshqacha. HRlarni boshqacha qabul qilishadi, ko'proq bu psixologiya, mana o'zingiz aytganingizdek, shunaqa tushunishadi-da. Bu har doim HR bilmaydi yoki qilmaydi emas, ko'pincha rahbariyat boshqa narsani so'rayaptimi? Da, kurs qo'ymaydi yangi strategiya bo'yicha. Sizni boshingizdan ham o'tganmi bunaqa praktika? Bo'lgan. Mendan so'rayapti boshqa narsalarni, masalan, plan name qil. Qaysi xodimlarni biz olishimiz kerak. Xo'p, qilaman, lekin strategiya qani? Qayerga bizlar chiqamiz, qaysi filiallarda ochamiz, qaysi filiallarda yopamiz. Men uni bilishim kerak-ku. Keyin men qilaman, aytaman qaysi xodimlarni, qaysi yilda, qaysi oyda men olishim kerak. Unga qarab men aytaman, o'zimda jamoamda qancha xodimlar bo'lish kerak. Qanaqa menga xarajatlar yana kerak. Unaqa narsa bo'lgan menda, lekin keyin men aytganimdan keyin ular tushundi, men nima biznesga qarab ishlayapman-da deb. Keyin ko'rib oldi, bizlar natijani qarab ishlayapmiz, raqamlarga qarab ishlayapmiz. Chunki men ham aytmadim, masalan, xo'p, mayli, men sizlarga olib qo'yaman shu odamlarni, lekin menga 5 ta yangi rekruterlar kerak deb men aytmadim darrov. Men o'zimda ofisimga keldim, jamoamdan bizlar yig'ildik, hamma narsalarni sanadik. Undan keyin men aytdim, shunchada xarajatlarimiz bo'ladi, shuncha xodimlarimiz kerak, undan keyin bizlar qilishimiz mumkin. Agar sizlarda planlaringiz shunaqa deb. Keyin men aytdim, agar boshqacha bo'lsa, raqamlarni beringlar menga. Undan keyin raqamlarni berdi. Chunki siz baribir unaqa narsani ko'rsatishingiz kerak-da ularga. Ular bilan bitta ishlayman desangiz, ular keyin sizga qanday deydi, daveriya oshadi, hamma narsa oshadi. Keyin sizga o'zi ma'lumotlarni beradi. Qanday deydi, sekret ma'lumotlarni. Keyingi savolim ikkala mehmonimizga bu mentalitet haqida so'ramoqchiman. Har xil mamlakatlarda ishlagansizlar, har xil mentalitetni ko'rgansizlar. KPI joriy qilishda mentalitetni, lokal, mahalliy mentalitetni ahamiyati qanaqa? Demak, bizni o'zimizning ajoyib mentalitetimiz bor. Andishalik, qarindosh urug'ga yordam berish, hozir ko'pgina tadbirkorlarimizda ko'proq kompetensiyaga qarab emas, o'zini ishongan odamini ishga olishga o'xshagan bir urf bor, mentalitet deyman. Demak, KPI bu mana shu tizimda yordam beradi deb bilaman. Agar hech kim aytaylik o'zi andisha qilib qo'l ostidagi qarindoshi yo bir xodimiga qattiq gapirgisi kelmaydi, andisha qilinadi. Shunda KPI bu qo'yilayotgan maqsadlarni bir son ko'rinishida bir muloqot tizimi desak bo'ladi. Siz ertaga aytmaysiz, yo sen yaxshi ishlamading, sen bu oy premiya ola olmaysan, nima qilinmaydi. Bizani KPI shunaqa KPI qo'ygandik.
va shu KPI bo'yicha hozir hisob kitobni amalga oshiradigan bo'lsak, bizada mana bunaqa natija chiqyapti. Bu natijaga ko'ra sizga ma'lum miqdorda premiya beriladi yoki berilmaydi degan shu so'zlashuv aniq reglamentlar bo'yicha gaplashish. bir aniq reglament bo'yicha gaplashish imkonini beradi. Andishani sal chetga surib, faqat fakt asosida gaplashish imkonini beradi. Bizga ham men ham ko'rdim, O'zbekistonda juda zo'r mentalitet ekan. Har bitta xodimlarga bizlar yordam berishimizda harakat qilamiz. Kimdirda masalan zarplata o'saman desa, ular qanday deydi? Rahbarning oldiga keladi, aytadi, menda ikkinchi bolam bo'layapti, ikkinchi xotinim bo'layapti, boshqa narsa bo'layapti deb, uyda quryapman, unaqa deb, u o'zini qanday deydi, lishniy maqsadlarni qo'yib qurishyapti, aytyapti, shu sabab bo'yicha menga pulni ber deb. U narsa noto'g'ri-ku. Bizlar sen uchun korxona yasamadik. Bizlar hammalarimiz uchun, birinchidan asoschi uchun bizlar korxona qo'ydik. Qancha pullarni bizlarga ajratdik, taklif hamma narsani qo'ydik. Boshqacha gaplashishimiz kerak-da. O'zi xodimlarim men o'ylab, ular kelish kerak, aytish kerak, biznes vazifani, biznes qanaqadir natijalarni men ko'rsataman boshqacha deb. Undan keyin men ularni ko'rsatsam, sizlar menga shunaqa KPIlarda yoki pullarni berasizlarmi deb, mana shu narsa zo'r. Siz aytganingizda bu KPI tizim bu narsaga yordam beradi. U bizlarda tushunishimiz boshqacha bo'lib ketyapti-da bu yerda kompaniyalarga. Men o'ylayman, bu qayerdan boshlanyapti? Chunki O'zbekistonda social поддержка bo'lish kerak-ku, u narsa, sotsial поддержка. U kompaniyalarga berilganda, ko'p xodimlar kompaniyaga qaraydi, xatma hokimiyatda yoki boshqada undan yordamni so'rayapti. U noto'g'ri narsa, chunki kompaniya hammalarga yordam bersa, keyin kompaniya yo'q bo'lib ketadi. Keyin masalan 200 odamga yordam berdi, kompaniyada 10 mingta odam ishlayapti. Keyin kompaniya yopilib ketsa, 10 mingta odamga yordam berishimiz kerak. Qo'yganimizda ham u ham yordam beradi-da bizlarga. Bizlar siz aytganingizdek, tanish bilish, shunaqa yaxshi muammo deb, bunaqa narsani bizlar uni qoldiramiz, lekin siz aytganingizda raqamlarga qaraymiz-da. Raqamlarni ko'rsatdimmi? Kechirasiz deb ko'rsatmadingiz natijani, bizlar nima qilamiz endi? Reglamentlarda yozilgan, hamma narsani qarab qo'yapmiz. Iloji yo'q sizga pulni ko'p berish. Yaxshi tushuning bizlarni deb, shunday qilish ham mumkin bizlarning mentalitetimizda. Lekin kim uni qiladi, ko'ramiz-da. Hozir ko'p kompaniyalar qilmayapti, men o'ylayapman. Nega xodimlar cho'chiydi KPI qo'yayotganda? Bitta kesim bor edi. Kompaniyamizga ismimni qidiruvdik. Ismimni so'rayapmiz. O'zi xodimlar nomzoddan gaplashyapti. So'rayapti, siz necha pulni olaman deyapsiz? U aytayapti 14 million. Biz aytdik, bemalol, bizlarda lekin bitta qoida bor. Bizlar 14 millionni qanday qilamiz? 70% bizlar sizga fiksda beramiz, 30% bizlar sizga KPI'da qo'yamiz. 10 million siz fiksda olasiz, 4 million siz maunda olasiz KPI'da. Gaplashganda u aytdi nima? Xavotir olmaslik uchun menga 14 million fiks qo'yinglar deb. Men aytdim, siz xavotir olmasangiz, bizlar xavotir olamiz-ku. Keyin bizlarda jamoamizda hammamiz xavotir olyapmiz kompaniya uchun. Bizlar natijalar ko'rsatamizmi, yo'qmi, kompaniya ishlaydimi, ishlamaydimi? Siz nima uchun unda ishlaysiz bo'lmasa, bizlarda jamoamizda? Bitta siz mana shu xavotir olmay ishlayverasiz. Keyin o'yladi, ha, to'g'ri. Men aytdim, mayli, ma'qulmi bu 10 plus 4 million? Aytdi, yo'q, ma'qul emas deb boshqa qarorga borib ketdi. Hatto bilib to'g'ri aytayotgan. Yo'q, to'g'ri bilib oldi. Men o'ylayapman, u narsadan qo'rqadi-da ko'plari, chunki xarajatlari ko'p odamlarda. Oilaga qaraydi, masalan, kimdirda oilamiz katta-ku hammamizda. Ular xarajatlarga qarab aytayapti-da. Shu sabab bo'yicha ular qo'rqayapti. Agar qilolmasam bajarolmayman oilamda deb o'ylayman-da. Undan ko'ra shundan keyin ular qo'rqadi-da KPIdan. Lekin men o'ylayapman, u yana qaysi joydan chiqyapti? Odamlar o'zi ko'p xodimlar bitta yo'nalishdan ikkinchi yo'nalishda 2-3 yildan keyin sakraydi. Har doim ekspertizani olmaydi.
ekspertiza olmaganidan keyin man ruschada aytaman sindrom samozvanца bor. Qanday o'zbekchada deydi? Uzoq vaqt bitta joyda ishlamaydi. Da, uzoq joyda, da, и o'zidan nima o'ziga ishonmayapti-da u odam. Bajarolmaymanmi? Menga hozir kompaniyaga taklif qilsa, aytsa, masalan, bizlarga 1000 ta xodimlar kerak, mana frontline personal. Bizlar kompaniyamiz o'sadi, ikki barobar o'sadi. 1000 ta xodimlar kerak. Keyin o'zimizda ofisimizga, shtab kvartiraga 100 ta yangi xodimlar kerak. Masalan, injenerlar yoki texniklar, katta shunaqa odamlar kerak bo'lsa, men o'ylayman, masalan, menga shuncha odamlar kerak, shuncha xarajatlarim kerak. Men aytaman, shuni berasizlarmi? Shuni bersangizlar, men bajaraman. Nima uchun unday aytyapman? Chunki o'zimda men ishonaman. U narsani qilganman. Nima uchun qilganman? Chunki tajribam katta. Har doim men sakramadim. Men o'zimdagi sohamda 14 yil yuribman. Menda hozir LNDda bo'yicha qanaqadir vazifa bersangiz, men aytaman, qilaman, bajaraman. Qaysidir men yo'llarni bilaman, masalan, top menejmentni qanday o'qitish kerak, frontline personalni qanday o'qitish kerak, men uni yaxshi bilaman. Xodim qaysi 2 yildan, masalan, 2 yil call markazida ishlagan. 3 yilda sysadmin bo'lib ishlagan, 4 yilda sotuv menejer bo'lib ishlagan. U o'zida boshqa sohalarda. Haqiqatan u o'ziga ishonmayapti. Keyin uni yonida yana qanaqadir rahbar bo'lish kerak, uni o'qitish kerak. Masalan, aytish kerak, shu narsani sen noto'g'ri qilyapsan, bu narsani to'g'ri qilyapsan. Boshqa bozorda, boshqa kompaniyalarda shunaqa natijalar ko'rsatyapti. Sen unga qarab, yaxshi natijalarni ko'rsatyapsan. Unga uverенность berish kerak-da unga. Uverенность bo'lmaganidan keyin u odam o'zida ishonmay, KPIdan qo'rqadi-da. U qanday deydi? Men o'ylayapman, o'zbekni xalqi, O'zbekistonda xalqi, o'zi odamlari bu yerda adolat degan narsadan qo'rqmaydi. Xohlaydi adolat narsani har doim, har bitta odamlar. Men bu yerga kelganimdan men hayron bo'lib keldim. Masalan, qanaqadir Apple texnikani yoki boshqa narsani sotib olaman, ular aytadi, "Bo'ldi, kartaga pulni taylayni, men olib kelaman" deb. Men birinchi marta qildim. Shunda qo'rqib ketdim. Men aytdim, 20 million beryapman, qanday beradimi, bermaydimi? Akajon, bizlar 15 minut kutib turasiz. Men o'yladim, bo'ldi, o'zi 20 million ketdi deb. 15 minutdan keyin kelyapti, aytayapti, "Mana sizga." Menga bu hayron bo'lib ketdim-da. Har doim bu narsani har bitta joyda men ko'ryapman. Adolatli narsani o'zbek xalqi qo'rqmaydi. То есть доверие bor. Da. O'zi halol pulni topish uchun ular tayyor. Lekin qayerda nimadan qo'rqadi? KPIdan, o'zidan ishonmayishlik, ishonadi-da. Qo'rqadi-da undan. Erishmaydi emas, imенно o'zi erisha olmaydi deb. Da. Shundan qo'rqadi-da ko'plar, men o'ylayapman. Shunga qo'shimcha qilmoqchi edim. Demak, nega xodimlar KPIdan cho'chishadi? Xodimlar KPI oylikka qirqish bahonasi deb o'ylaydi, meni fikrimcha. Endi bu savolga ikki tomondan yondashish kerak. Rahbar aytaylik xodimiga, mana bu sani oyliging va bir belgilangan KPIni amalga oshirsang, senga yana shunaqa rag'batlantiraman deb rag'bat sifatida misol uchun bonus va'da qiladi. Xodim buni qanaqa eshitadi? Mana значит, topadigan daromadim, mana oyligim plus mani KPI'im. 5 million, 10 million, 50 million bo'lsin, qancha bo'lsa ham, uje bu olishi mumkin bonusi, bo'ldi, bu uje meniki deb qabul qiladi. Endi rahbar tomonidan bu xodimni mashinani sotib oldi. Rag'batlantirish bir instrumenti deb biladi. Shu yerda sal tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Bu yerda rahbarni mas'uliyati xodimga to'g'ri tushuntira bilish. KPI bu given ingliz tilida by default given emas, shu sizga to'g'ridan to'g'ri ishlaganingiz uchun berilgan bir rag'bat emas, bir bonus, ba'zi maqsadlarga erishilgandan keyin olishingiz mumkin bo'lgan bir bonus sifatida yaxshi tushuntirilishi kerak. Shu menimcha tushunmovchilik bo'ladi. Xodim bu ma'ni pulim o'sha deb o'ylaydi, unga yana qanaqadir условия qo'yilishi yoki erisha olmasdan meni bo'shatib yuborishadi. Meni natijasizligimni ko'rinib qoladi yoki erisha olmayman ular bergan. Shunaqa ham qo'rqishlar bo'lishi mumkin.
bilasizmi yana bitta narsadan men o'zim anaqa narsadan o'zimdan bo'ludi. Bitta kompaniya meni chaqirdi ishga. Keyin meni o'rtog'imni chaqirdi HR direktor joyiga. Bizlar aytyapmiz 5 ming dollar beringlar, bizlar boramiz bemalol. Ular aytyapti KPI qo'yib beramiz. Mayli bemalol qilinglar. 3 million fix, 2 million 3 ming fix, 2 ming KPI da. Yozinglar, qaysi nima raqamlarga borishimiz kerak. Yozmadi. Biz aytdik, bu bo'lmasa KPI emas-ku. Ular bilmaydi. Yo'q, ular bilmaydi. Bizlar aytamiz, bizlar aytdik, xohlasangiz bizlar yozib beramiz sizlarga. Bemalol. Sizlar aytinglar, nima qilaman deb. Bizlar sizga yozib beramiz. Chunki bizlar ekspert-ku KPI bo'yicha. Ular aytdi, "Yo'q, siz unday chiqavering, keyin bizlar sizga beramiz." Xuddi shunaqa narsa bo'lib ketyapti-da. Aniqligi yo'q. Aniqligi yo'q. Men o'zim O'zbekistonda boshlaganimdan 15 ming dollarga kirib ketdim o'zi. Xuddi shunaqa narsalarda. Keyin men hozir har doim so'rayapman. KPI qo'ysangizlar, raqamli yozib beringlar, iltimos, men qilaman uni, men qo'rqmayman. Lekin yozinglar, doговорga kiritinglar. Ya'ni rahbarlarni o'zini ham tushunchasi har doim to'g'ri emas-da. Shu KPI bermasam ham deb o'ylaydi bir xil demoqchisiz. U ham bor, boshqa narsa ham bor. Masalan, qanday deydi, obyektivnost, subyektivnost bo'lib ketyapti-da, boshqa ko'p joylarda. Masalan, bizlar xodimni oldik, bitta xodimni bir oy o'tmadi, aytdi, "Bo'shatinglar." Men aytdim, "Nima bo'lyapti? Yoqmayapti." Men xodimni olmadim. Men aytdim, "Ha mayli, sizga yoqmasa bo'lsa, bo'ldi, bizlar bo'shatamiz, lekin noto'g'ri gap, unaqa bo'lmaslik kerak." Keyin boshqa paytlarda xodimni olganimizda men aytdim, "Siz birinchidan xodimlarni zaявка berganingizdan keyin menga 3 yilni nima planni yozinglar, nima qilish kerak. Bizlar planni Bitrixga qo'yamiz, unga qo'yamiz keyin. Uni qilish kerak deb muddatlarni qo'yib, hamma narsani qo'yamiz." Xuddi shunday 3 ta odamni oldik. 3 ta odamni oldik, bittasi yoqmadi. 2 oydan keyin meni chaqiryapti, aytibdi, "Bo'shatinglar." Men aytdim, "Nima yoqmayapti?" "O'xshamayapti." Men aytdim, "Давайте Bitrixda qaraylik, vazifani bajaryapti, bajarmayapti." Qarasak 80% qildi. Men aytdim, "Bo'ladimi, bo'lmaydimi? 80% qilyapti-ku." Keyin o'yladi, "Ha mayli, qoldiravering." Chunki baribir rahbarda unaqa hamma ko'p narsalarga e'tibor beradi-ku. Qaysidir joylar ko'proq ko'rinadi. Masalan, qaysidir joyda xato qildi, ko'rinyapti, mana shunday deb, hamma joylarda xato qilyapti deb. Balkim bu vazifa eng katta bo'lgan, unga ko'p ahamiyat bergan, unga keyin qarayapmiz, to'liq kartinani qarasak, 80% qilgan bo'lgandan keyin u eslayapti-da, mana shu narsani qildi, buni bajardi, buni qildi, buni bajardi. Keyin o'yladi, "Ha mayli, bo'lmasa yaxshi ekan" deb. Unga narsa ham bor, men o'ylayman. To'g'ri, ko'z esdan chiqariladi. Da. Uni yozsak zo'rda. Bizlar nima uchun fiksировать qilishimiz kerak. Da. Har doim masalan, yilni oxirida bizlar qanaqadir natijalarni o'zimiz yozamiz o'zimizga. Yoki bo'limimizga, yoki o'zi insonimizga, yoki kompaniyaga. Chunki bizlar ko'rishimiz kerak, bizlar haqiqatan nimani qildik deb. Unaqa narsani qilsak, keyin bizlar o'ylaymiz, "Ha, bizlar bu yilda bosdik, juda zo'r ekanmiz" deb. Masalan, bizlar Top HR akademiyani boshlaganimizda bizlar sotayapmiz, ishda ishlayapmiz, vaqt bo'lganimizda sotayapmiz kurslarimizni. Qarasak 2 milliard оборот bo'lib ketdi. Uzr-ku, 3 ta xodim bu yoqda ishlayapti. Qanday deydi, nima telefonda sotayapmiz. Bitta tizim ham yo'q. Nima reklama yo'q edi, hech narsa yo'q edi, sotuv bo'limi yo'q edi. Qanday оборот bo'lgan. Bizlar hozir startapga borsak, bizlar aytamiz, "Mana bizlarda оборот bor 2 milliard." Ular ham aytibdi, "Zo'r ekan, yaxshi ekan, MVP dan o'tgan u startap." Xuddi shunaqa narsani bizlar qilsak, xodimlar ham tushunadi, hammalar tushunadi, rahbarlar ham tushunib ketadi-da. U narsani enagda qaysi joylarda rahbarlar ko'rmay qoladi. Nima bo'lib ketyapti? Ular o'ylaydi, odamni bo'shatishimiz kerak yoki odamga KPI'ni bermasimiz kerak. Shu uchun u hamma narsalarda bizlar hamma KPI'larda, raqamlarda yozishimiz kerak. Qo'yishimiz kerak, masalan, qayerda Bitrixga yoki Outlookga, masalan, Telegramga yozmash kerak u narsani. Chunki kimdir o'chirib tashlaydi. Uni yozish kerak qaysidir joyda, keyin aytish kerak, "Men bu bo'lgan gap-ku. Siz aytingiz, rozman. Men ham aytdim, roz. Men shu narsalarga, natijalarga men keldim. Yoki kelmadimmi? Kelmagan bo'lsam, ayting qaysi joylarda kelmadim."
undan keyin siz aytganingizda mana suhbat bo'ladida rahbar bilan aytasizda masalan mana bu yerga keldik mana bu narsani qildik shu natijani beringlar deb unaqay suhbatlar ko'p bo'lsa rahbarlardan ishchilardan ruh ko'p bo'lsa keyin men o'ylayman ko'p xodimlar unga o'rganib ketadida aytadi haqiqatan KPI bu nima qisqartirish emas unga haqiqatan beradi men kompaniyani tushunishim kerak masalan men hozir boshqa tomondan kompaniyalar bilan gaplashamanda ular ham aytadi masalan bizlar $3,000 berdik sotuv bo'limiga natija ko'rsatmadi bizlar shuncha 3 oy 4 oy bizlar unga pulni berdik hech qanaqa natija yo'q bizlardan tushuninglar bizlar nima uchun KPI'ni qo'yapmiz chunki bizlar pulni berishimiz muammo emas bizlar beramiz natijani ko'rsatinglar bizlar beramiz hatto shunaqa narsa bo'lib ketyapti-da ulardan tushunish mumkin bulardan tushunish mumkin uni hozir nuqta A ni nuqta B ni bizlar HR rahbarlar uni qanday deydi приблизить qilishimiz kerak yaqinlashtirish da shu manimcha yaxshi mavzu ko'tarildi ya'ni eng katta muammolardan biri bu noaniqlikda ya'ni xodim nima uchun KPI qo'yilayotganini tushunmasligi yoki o'zi KPIni o'zini tushunmasligi ham muammo bo'lishi mumkin hatto oddiy xodimlarda ham mani tajriba bo'lgan filiallar bor edi filiallarda sotuvchilar bor konsultantlar bor biz ularga motivatsiyasi yaxshi bo'lishligi uchun zo'r qilib KPI qo'yib berdik ko'rsatkichlarga bog'lab motivatsiyalarni zo'r qilib berdik lekin ular uni ishlash mexanizmi murakkabroq hisoblanishi ular tushunmadi u narsani hisoblashni ham tushunmadi KPI ko'rsatkichini ham chiqarishni tushunmadi uni oyligi va qo'shimcha bonus nimadan kelib chiqayotganini ham tushunmadi bu ularda qo'rqinch uyg'otdi hamma demotivatsiya bo'lgan bizga oylik berishni xohlashmayapti yoki qanaqa bo'layotganini tushunmayapti-da biz ishlatolmay 2 oy sinov bo'ldi ishlatolmay rezultat bo'lmadi naborot minusga ketdi keyin juda sodda qildik ular oldingi topish imkoniyati 10 milliongacha topish imkoniyati bo'lgan bo'lsa hozir keyingisi ikkinchisi 4 million 5 millionga chiqardi maksimum misol zo'r ishlagan lekin u sodda edi o'sha sodda ularga yoqdi naborot ular maza qilib ishlar o'shanga 4-5 million uchun kurashdida misol uchun aslida o'sha ishni qilganida 10 milliongacha olish mumkin edi uni ko'ra olmadi top menejerlarda ham siz aytganingizdek top menejerlarda mani tajriba qanaqa bo'lgan kompaniya nima xohlayotganini biznes egasi o'zi bilgani uchun menejerlar ham biladi deb o'ylashadi-da KPI qo'yganida bu men nima uchun qo'yayotganimni tushunyapti deb o'ylaydi top menejerda o'zi kartinasi boshqa emas marketing bo'lsa marketing daniylarni bilishi mumkin ma'lumotlarni qarash o'sha tarafdan qaraydi boshqa joyda nima bo'layotganini bilmaydi finansda qanaqa holat moliyada qanaqa holat kommunikatsiyani yetishmaslik ular o'sha narsani tushunmagani uchun nima uchun menga bunaqa KPI qo'yishyapti ya'ni nima uchun bu ko'rsatkich mendan talab qilishyapti deydida noto'g'ri tushunadi ular meni xohlashmayapti yoki qiynashmoqchi qanaqa qo'shimcha talab bu biznes tizimni qurmayapti-da chunki mana bu yerda sotuv продажа bor undan keyin hammalarga tushib ketyapti planlar KPI qo'yganda KPI natijasini aniqlash uchun agar oliy matematikani ishlatish kerak bo'lsa u KPI ishlamaydi aytganingizdek sodda bo'lishi kerak logarifmlardan lekin bizlar bilasizmi kechirasiz men bu yerda narsani aytay men nimani ko'ryapman bu yerda bizlar indiyaga o'xshab ketyapmiz bizlarda qanaqadir sluhlar bo'lib ketsa hech qanaqa argument yo'q hech qanaqa nima доказательство yo'q hech narsasi yo'q lekin kimdir aytsa ular mana shunaqa zarplatani bermashdi xohlayapti u men ko'rdim u nima lisan lida 9da ultrada yuribdi shunga u pulni yig'ayapti deb hammalar voy dod shunga yig'ayapti ekanmi и mana shunaqa gaplar juda ko'p bo'lib ketyapti-da bitta kompaniyada bo'lgan xodimda iPhone'da 13-14 man shu paytda shu edi ko'rdi aytdi mana sizlar bizlarga KPI'larni bermayapsizlar premiyani bermayapsizlar lekin sizlarni xodimlaringiz mana shunaqa narsalarda yuribdi bizlar o'yladik qanaqa bog'liq nima qayerda bor keyin bizlar o'yladik haqiqatdan bu narsa mana sluh mana narsalar bor ekanda ko'p O'zbekistonda bor-ku narsalar aytadi. Gaplar, intriga. Da, aytadi. Masalan, bu fake, bunga ishonmanglar, bunga bormanglar deb ko'p shunaqa informatsiya beradi. O'zi vazirliklar yoki kimdirlar yoki davlatlarimiz aytadi-da, bunaqa narsalarga ishonmanglar deb. Baribir ishonamiz-da. Ishonuvchan xalq. Bunaqa narsa ko'p. To'g'ri. Mana biz hozir strategiya haqida gapirdik. KPI dan oldin strategiya bo'lishi shart. Yana nima bo'lishi kerak korxonada KPI qo'yishimizdan oldin? Rahbar. Demak, albatta strategiya bo'lishi kerak va boshlang'ich nuqta bo'lishi kerak. Biz boshlang'ich nuqtani o'zimiz yaxshi bilib olishimiz kerak.
bu bizni strategiya bo'lsa, biz hozir shu urovenda turibmiz. Bu orasidagi gap analisis farqi analiz qilib, ana o'sha boshlang'ich nuqtadan ketishni tushunish kerak o'zi rahbarlar o'zi va shunga mos KPI o'rnata bilish kerak deb o'ylayman. Yana KPI o'rnatayotganda KPI ikki xil bo'ladi. Lagging va leading, natijaviy va boshlovchi KPI bo'ladi. Bu nimaga o'xshaydi? Mashinada orqani qaraydigan oyna bo'lsa, bu natijaviy o'tib ketgan narsa. Lobovoyimiz, mashinadagi lobovoy bu boshlovchi, leading KPI. KPI qo'yayotganda xodimga san aytaylik bu oyda foydani sotuv bo'limiga aytaylik, foydani shunchaga chiqarishing kerak degan natija qo'yib bo'lmaydi, chunki bu уже foyda oy o'tgandan keyin yoki yil o'tgandan keyin hisob kitob qilinadigan narsa. Именно shu foydaga boshlovchi KPI qo'yish juda ham muhim. Chunki xodim shu KPI ga erishish uchun o'zi ta'sir qila oladigan bo'lishi kerak. O'zi ta'sir qila olmaydigan inflyatsiya tufayli yoki boshqa bo'lim tufayli KPI o'zgarib ketadigan, natija o'zgarib ketadigan KPI bu yana bir marta xodimni demotivatsiyaga olib keladi. Bu ishlamaydi. Proseslarni yozish kerak. Chunki proseslarni yozganimizdan keyin bizlar bilamiz, masalan, mahsulotlarni chiqarganimizda qaysi joylarda nima, qaysi oddellar, qaysi bo'limlar nima qilish kerak. Keyin masalan marketingga bersak, yoqda marketing qanday proses bo'ladi. Hamma narsani bir-biriga qanday deydi, link qilsak, svязь bog'lasak, o'sha zo'r bo'lib ketadi-da u narsa. Undan keyin bizlar bilamiz, masalan, HR xodimlarni olib kelmasa, bu joylar nima past bo'lib ketyapti. Shuning uchun ichariga shunaqa KPI'ni qo'yishimiz kerak. Problemalardan chiqib, muammolardan chiqib, biz ularga borishimiz kerak, aytishimiz kerak. Shu narsani sen qilishing kerak, bajarishing kerak. Ko'plari, masalan, HRlardan so'rasangiz, sizlarda eng katta mahsulotlaringiz yoki tovarlaringiz eng muhim sizlarga pul olib kelayotgan nima bilmaydi javobini. Rekruterlar ham bilmaydi. Masalan, sen kompaniyaga odamlarni chaqiryapsan. Sizlar nimani sotyapsizlar? U sotayotgan narsa, u bozorga qarab qaysi joylarda sizlar turibsizlar? Masalan, men hozir keldim o'zimizning kompaniyamizga, men aytibman, Octobank u o'zi revenue bo'yicha klikka paymiga o'xshab ketdi. U juda zo'r natija-ku. Men aytdim, mana shunaqa narsani aytinglar. Yoki bizlar bozorda o'zimiz qaysi joyda ko'rsatishimiz kerak. Sizlar ular ko'rsatmayapsizlar. Keyin qaysidir mahsulotlarimiz bor, kartalarimiz yoki boshqa narsa. Ularni ham aytishimiz kerak. Ularni bizlar birinchi tarafida icharilar bilish kerak. U sotish uchun, kompaniya sotish uchun, ikkinchidan KPI da qo'yish uchun men o'ylayman. Shu narsani bizlar bilishimiz kerak. Ko'plarda unaqa narsa yo'q, muammo bo'lib ketyapti-da keyin. Chunki informatsiya olish ham bir xillarda qiyin-da. Qiyin, lekin o'zingiz yozishingiz ham mumkin. Masalan, men aytdim-ku hozir biznes tizim har bitta korxonada bitta core function, support function. Masalan, hozir buxgalter outsourcing bor-ku kompaniyalar. Ularda core function buxgalterlar. Chunki ular buxgalteriyani sotadi. Masalan, recruiting agentlarida HR core function. Ular recruiting narsani sotadi. Ularga yuristlar, boshqa odamlar yordam beradi, support beradi. Xuddi shunday siz tushunsangiz bo'ldi. Kim mahsulotlarni chiqaradi, kim uni promotion qiladi, kim uni sotadi. Kim support qiladi. Bo'ldi, hamma narsa yozilgan. Uni ko'rsa ham bo'ladi har bitta kompaniyaga. Hozir ikkala fikrga ham bitta misol aytmoqchiman. Agar shu misol shu fikrlarga dalil bo'ladimi, yo'qmi? Keyin sizlar aytasizlar. Ikki xil call center ko'rdim. Bittasi Xitoy kompaniyasi, bittasi mahalliy kompaniya. Ikkalasidan KPI qo'yapti, faqat ikki xil yondashuv bo'lyapti. Mahalliy kompaniya shu sohasi ham biradi. Operatorlarga oyiga mana buncha savdo qilishing kerak deb ko'rsatkich qo'yib beryapti. Xitoy kompaniyasi esa ularda ishlash tizimi aniq, o'zining yo'nalishi bor. Ular unga qo'ymadi, savdoga qo'ymadi. Ular sredniy cheki ma'lum, misol uchun konversiyasi ma'lum, boshqasi ma'lum. Ular xodimiga mana buncha odamga telefon qilishing kerak deyapti. Skript bo'yicha sen shu baholaymiz deyapti. 5 ga javob berishing kerak. 5 bahoga 5 ga javob berishing kerak deb qo'yishyapti. Buni oqibatda
man kuzatgan qanaqa bo'ldi? Skripti shunaqa tuzilgan, konversiyasi ular aniq, misol uchun 10%. Nechta odamga telefon qilish aniq, sredniy cheki bor. Shundan o'sha odam savdosini chiqarib olyapti o'zi ular. Misol uchun-da o'sha lekin mahalliy kompaniyada misol uchun endi summa savdo qil deb operatorga qo'yishyapti, lekin operator bahoratiga bog'liq. Tajribali bo'lsa, savdo qilishni bilsa, skript o'zi misol uchun avval ishlatgan yoki o'zi moslashtirib oladigan inson bo'lsa, yaxshi ishlayapti. Tajribasi bo'lmasa, kamroq bo'lsa yoki o'zi fikrlab mustaqil misol uchun savdo qila olmaydigan bo'lsa, qila olmayapti. Xodimiga bog'liq, qaysi xodim qilyapti, qaysi xodim qilmayapti. Shu misol, ya'ni siz aytganingizdek Xitoy korxonasi o'zi hozirgi holat qanaqa, misol uchun ko'rsatkichlar qanaqaligini bilib turib, xodimga qo'yapti, biznes jarayonlarni kelib chiqib, har bitta bosqichiga qo'yapti. Misol uchun konversiya mana bunaqa bo'lishi kerak yoki skript bo'yicha bunaqa bo'lishi kerak deb qo'yapti. Menimcha shu misol sizning fikringizga dalil bo'ladi deb o'ylayman. Men unga qo'shilaman. Men o'ylayapman, bu narsa qachon siz datani analitika qilsangiz, ko'proq masalan kompaniya 3 yil, 4 yil datani yig'sa, o'zi ko'rib ketadi-da. Masalan, men xodimlarni qidirganimda, masalan, frontline personalga men bilaman, xodimlarni qaysi joylarda men reklamani o'chirishim kerak. Mana shu payt 2 haftadan keyin xodimlar ishga chiqishi uchun men bilaman qaysi kunda o'chirishim kerak. Xuddi shunaqa narsani kirib ketdi, chunki men datani shug'ullanganman. Uni bilib oldim. Qanaqa patternlar, trendlarni ko'rib oldim. Keyin yana nimaga e'tibor beryapman? Masalan, men bilaman 15 minut ichida men xodimlarni frontline personalni almashtirishim mumkin. Chunki menda shuncha katta potok xodimlar kelyapti. Kimdir meni suhbatimga kelsa, aytadi, qanaqadir muammo bo'lib ketyapti, qanaqa bo'lib ketyapti. Men aytayapman o'zimda rekruterlarimga 5 minutda, 10 minut ichida uni muammosi bizlar yordam bersak yoki u aytadi, ha, haqiqatan yordam berdingizlar, u ishga qolsa qolaversin, qolmasa chiqaversin. Chunki men ularni o'rniga boshqa odamlarni topamiz. Chunki u paytlarda bizlarda L&D uncha yarashmagan edi, uncha bizlar ularga investitsiya qilgan emas. O'shanaqa ko'rsatishlarga bizlar kirdik. Hatto siz aytganingizda bu kompaniyada ular biladi. Skriptlarni tayyor, konversiya biladi, buni narsani biladi, sredniy chekni biladi. Shu natijaga ko'radi, kirib ketadi u kompaniya. Shu uchun ular shunday qilish mumkin. Ko'p kompaniyalarimizda O'zbekistonda data setlar yo'q. Data analitika yo'q hech qanday. Siz so'rayman desangiz, katta kompaniyalar 100 milliard, 200 milliard oborotlar bor, data yo'q hech qanday. Siz aytasiz, masalan, beringlar, biz hozir foto qilamiz yoki boshqa narsani qilamiz. Beryapti, hatto shunga men aytib, sizlar qanday uni ishlatyapsizlar? Uni ishlatish ham mumkin emas. Datani ishlataman desangiz, ularda qoidalar bor. Qanday qo'yishimiz kerak, qaysi joylarga qo'yishimiz kerak, uni keyin sanash kerak, keyin unga formalar qo'yish kerak Excelda. Uni hech qanday обработка qila olmaysiz. Ya'ni 20 ta stajyorlar kerak u datani обработка qilish uchun. Keyin yana bitta ekspert kerak uni обработка datani yig'ish uchun, keyin trendlarni ko'rish uchun. Kompaniyalarda o'zi joyida birinchidan unaqa narsalar joy-joyiga qo'yilmasa, shu narsani biz ko'ryapmiz. Выживает сильнейший deb dengizga olib boramiz, dengizda tashlaymiz. Kim suzib o'tolsa, da, suzib o'tolsa, shu suzib o'tadi. Hatto shunaqa o'xshab ketyapti-da. Xitoylar nima qilyapti? Dengizda o'rtasiga kelyapti, aytibdi, men sizlarga bu narsa, sizlarga bu narsa, yaqincha bora olasizlar. Xuddi hamma narsani beryapti, sharoitlarda yasab beryapti-da ularga. Bizlarda kompaniyamiz ko'plar shunaqa narsani qilmayapti. Data setlarni olmayapti. O'sha lokal kompaniya bilan ishlayotganimda shu narsaga duch keldim. Analiz yo'q. Informatsiya yo'q, avtomatizatsiya yo'q. Xuddi hozir boshlagan ekan-da kompaniya. Хотя ancha yildan beri ishlayapti. Established 2025. Nimagadir kompaniya yuryapti, oxirigacha uni yetam. Может быть, bu anaqa boru zakon kompaniya qaysidir vaqtgacha o'sadi, естественное развитие, потом sistemlashtirmasa уже orqaga ketadi. O'sha holatgacha nayrni o'sib keladi. O'sha paytda boshligi urilganda, naverna. Da, lekin boshqalar, mana yangi tadbirkorlar boshqalarning xatosini qaytarmasdan boshidan shuni sistematizatsiya qilsa, по-моему, osonroq bo'ladi.
KPIga qaytsak, KPI masalan yana Aytmash aka. да, это общий вопрос, hammaga savol. KPI bir xilla KPI juda ko'p qo'yib yuboradi, bir xilla umuman kam qo'yadi. Qancha qo'yilishi kerak xodimga KPI? Nechta bo'lishi kerak? Mani fikrim bu 3-5 ta KPI bu standart norma deb bilaman. Undan ko'p bo'lsa уже xodimni prioritetlari umuman yo'qolib ketadi, qaysi biriga nima qilish bilmaydi. Normada 3 ta, 5 tagacha deylik. Men ham qo'shilaman. Minimum bo'lishi kerak 3 ta men o'ylayapman yoki 2 ta. Masalan, siz leadlarni olib kelaman desangiz, marketingga bizlar qo'yapmiz KPI'da, bizlar qo'yapmiz leadlarni olib kelishing kerak. Lekin qimmat bo'lmasligi kerak. Ular aytayapti, qimmat bo'lmaydi. Bemalol qilamiz. Qilyapti, har bittasiga telefon qilsangiz, konversiya 100 ta 1 mingtadan bitta odam sotib olyapti. U nima kerak u leadlar? Akin sifatni siz aytganingizdek, sifatga ham qo'yish kerak shu paytida. Nima qanchani olib kelyapti, necha pulga olib kelyapti, sifatga olib qo'yish kerak. Shu paytda zo'r bo'ladi. Chunki siz haqiqiy sizga kerak narsaga siz pulni to'laysiz u odamga. Men o'ylayman. Endi KPI qo'yilgandan keyin albatta uni bonus bilan rag'batlantirish tizimiga bog'lanadi. Ba'zi holatlarda bu ishlamay qoladi, ba'zi holatlarda yaxshi ishlaydi-da. Ya'ni shuni to'g'ri tashkil qilish uchun qanaqa qilinishi kerak degan sizlarda tajribalar o'tgan. KPI belgilashda men yana o'zimning tajribam, aytaylik, Fransiya bilan solishtiraman. Endi O'zbekistonda xalqaro kompaniyalarda ishlaganman, keyin Fransiyada yashaganman. Fransiyada menga shu narsa sezilganki, siz rahbaringiz bilan KPI o'rnatasiz, bo'ldi, ortiqcha muloqot yo'q, hamma o'zining ishini qiladi, bo'ldi. Ortiqcha muhokama KPI belgilash vaqtida bo'ladi. Lekin kunlik ishlash mobayningizda muloqot unaqa ko'p emas rahbaringiz bilan. Как individualizm deysizmi? Hamma o'zining ishini qiladi, biladi nima qilish kerak, shu ishni qiladi, bo'ldi. Mikromanagement maso ko'proq men hozir O'zbekiston bilan solishtirmoqchiman. Bizda O'zbekistonda xodim ishlaydi, KPI'ni qiladi, lekin bizda rahbariyat bilan muloqot yoki shu komanda bilan muloqot muhimroq ahamiyatga ega. Siz 1000 KPI'ni bajaring, agar rahbaringiz siz bilan sovuq gaplashadigan bo'lsa, unda xodimda nima bo'ldi ekan, nima qildimmikan, baribir xavotir bo'lib turadi. Fransiyada masalan unaqa narsa yo'q. Rahbaringiz siz bilan bir xil gaplashadi. Yaxshi ishlasangiz ham, yomon ishlasangiz ham, siz bonusingizni olasiz, olmaysiz, qildingiz, qilmadingiz. Shunaqa. O'zbekistonda baribir yondashuv bor, gaplashish, bir iliqlik bo'lish kerak orada. Shu narsa baribir endi KPI'ni tatbiq qilish mexanizmi hamma joyda bir xil, lekin yondashuvi har xil. O'zbekistonda albatta shu rahbar, men endi rahbarlik uchun aytyapman, rahbar baribir xodimi bilan suhbatlashish kerak, gaplashish kerak, muomala qilib turish kerak. Ertalab kelganda, ketganda baribir yaxshimisan, uying yaxshimi, bola chaqang, biz u ko'rishimiz ham o'zi uzun-ku. Rosa salom berib qo'ymaysiz, u yaxshimi, bu yaxshimi, bolalaring yaxshimi, o'qishib bo'lyaptimi? Shu narsa muhim deb bilaman bizning mentalitetda va yana bir marta ta'kidlab o'tmoqchiman, xodim o'zini KPI'ni oliy matematikasiz tushuna bilish kerak va shunga ta'sir qila bilish kerak. Agar bu narsalar bo'lmasa, unda KPI ishlamaydi. Siz boya aytganingizdek, rahbar KPI qo'ygandan keyin xodim bilan muloqotda bo'lish kerak deyapsiz. Ba'zi joylarda shuni teskarisi ham bor-da. Ya'ni KPI bor, ko'rsatkichi bor, yaxshi, lekin rahbarga uncha ko'p aloqa qilmaydi. Ko'p murojaat qilmaydi yoki o'zini ishlayotgan natijasini ko'rsatmaydi. Rahbar uni ishini raqamdan emas, uni harakatda muloqotidan baholaydi-da. Bu menga kelmayapti, murojaat qilmayapti, uchota ishlamayapti, ko'rinmayapti.
lekin rezultat qanaqadek qaramaydi. Ba'zida shunaqa bo'ladi. Rezultat emas, rahbar oldida bo'ladi. Agar siz bitta ish qilsa ham borib ko'rsatadi. Rahbar anaqa qildik, nima deysiz? Xulosangiz qanaqa deydi? Aslida uni ko'rsatgan bo'ladi. Birinchi misolingizdagi xodim menimcha fransuz bo'lsa kerak. Ikkinchi misolingizdagi xodim o'zimizni o'zbek joydagi odam bo'lsa kerak. O'zbekistonda anaqa o'sha munosabat birinchi o'rinda turadi. Munosabati yaxshi bo'lsa, premiya bonus olish ehtimoli kattaroq bo'lishi mumkin. Jonibek aka, endi siz ham HR mutaxassis sifatida qanaqa tashkil qilish to'g'ri deb o'ylaysiz? Ya'ni KPI ga bog'langan bonusni qanaqa tashkil qilish kerak? Fiksirованный summa bo'lish kerakmi yoki o'zgarib turadigan bo'lish kerakmi? Yoki jamoaviy bir qismi jamoaviy, bir qismi individual bo'lish kerakmi? Uni qanday har bitta bo'limdan, har bitta biznes tizimdan ko'rish kerak-da. Bunaqa universalniy retsept, bunaqa narsa yo'q-ku baribir. Har bitta kompaniya boshqacha. Masalan, sizning kompaniyangiz bo'yicha umuman men bilmayman qanday KPI tuzish kerak. Chunki bu производство, katta производство. Keyin nimaga e'tibor berish kerak? Masalan, bu RJDga o'xshab ketyapti-da, Rossiyskiy железные дороги, Rossiya temir yo'llari. Yo'qda siz aytganingizda, birinchi tarafida KPI nimaga qo'yiladi? Qanday deydi? Xavfsizlik. Xodimlar xavfsizlik и klientlar xavfsizlik. Birinchi joyda. Undan keyin boshqa narsalar kelyapti-da. Masalan, RJDda qaysi yo'nalishda qanaqadir insident bo'lsa, bu hech qanaqa KPI olmaydi odam. U mayda summalar emas, yo'qda million bo'lib ketyapti. Bitta yo'nalish emas, bitta odam emas, hammalar olmaydi. Yo'qda bu birinchi joyda turibdi. Rosatomda ham shunaqa. Rosatom bu atomdan shug'ullanadigan narsa. Masalan, yo'qda shunaqa narsa. Oddiy joylarda kimdir SMM agentство yoki qanaqadir Safiya yoki kimdir oddiy emas, lekin qiyin bizneslar, katta bizneslar, lekin boshqa taraflardan. Ularda boshqacha KPI bo'lish kerak. Lekin men qanaqay narsaga men e'tibor beraman, masalan, bosh mutaxassislarga yoki mutaxassislarga qanaqay KPI qo'yish mumkin? 70% fiksida, 30% KPI-da. Keyin o'rtacha menejerlarga 60% fiksida, 40% KPI-da. Top yuqori menejerlarga ular 50 dan. Men shunaqa narsani ko'rdim. Chunki ular kompaniya natijalariga juda katta nima shuni e'tibor beradi, keyin ularda aytgan so'zlari juda katta bo'ladi, muhimroq bo'ladi ularning mutaxassislarga nisbatan. Anga narsalar bor. Keyin masalan, RJD yangi nimaga bosgan edi? Masalan, bizlarda plan bo'lsa, оборот bo'lsa, hamma xodimlarga bizlar premiya beradi, katta. 5% mi, 3% mi, shunaqa beradi. Yoki premiya yo'q bo'lsa, u narsani bermagan edi. Lekin rahbariyatlarda, siz aytganingizda, 50%, 40% shunaqa narsalar bor edi. Lekin nimani qilmaslik kerak? Masalan, bizlarda kompaniyamizda qanday qiladi? Bilmayman nima uchun unday qildi. Bizga 30% beradi. 30% fix, 30% KPI kvartalniy, 30% годовой. Pandemiya bosganida shunday zo'r ishladik. 30% ishlayapsiz. Hammalarda ipoteka bor, boshqa narsalar bor. Siz aytganingizda ular o'ylaydi, u meni pullarim o'zi. Yo'q, men o'zi nima zarobatniy plata olishim kerak deb o'ylaydi, bir narsani sotib oladi. Keyin qarasak, kvartalniy yo'q. 4 ta kvartal yo'q edi premiya. Годовой yo'q. U paytda nima qilamiz? U qanaqa specialistlar edi? Yuqori menejer. То есть yuqori menejerlarga shunaqa qiladi. Kontrakt degan narsa bor edi bizlarda. 30% fiksida, 30% kvartal, 33% fiksida, 33% kvartalniy, 33% годовой. Bo'ldi, bizlar bosh mutaxassislarga o'xshab ketdik zarplatalardan. Keyin bizlar o'ylayapmiz, biz nima qilamiz unaqa ishlab deb. Отдел продажiga. Отдел продажи KPI 30 ga 70. Yo'q, отдел продажiga bizlar boshqacha qilamiz baribir. O'zbekistonda 50 qilamiz ko'plari. Yoki boshqacha. Bozor shunaqa. Lekin boshqa отделlarga, boshqa bo'limlarga 70-30, 60-40, 50. Yo'q, men наоборот aytaman. Отдел продажiga 30 fiks, 70 bonus. Shunaqa qilish kerak balkim. Da, ko'p. Bizlarda top menejmentda, RJDda shunaqa bo'ladi. Bu natur narsa. Да, топ-менеджмент более такой
strategические решениyalar qabul qiladigan, ularda izmerить qiyin, то есть uni o'lchash qiyinda. Продажада сразу o'lchasa bo'ladi. Oson. Albatta qo'shilishaman shu fikrga. Bonus bilan oylikka taqsimoti, foiz taqsimoti juda muhim ahamiyatga ega. Siz men korxonani risklardan qutqaraman deb bonus qismini katta qilib, oyligini kichkina qilib nima qilsangiz, bu xodim ertaga boshqa joyga ketib qolishi, demotivatsiya bo'ladi. Ketaveradi. Yana xodimlarga tushuntirish kerakki, KPI bu sani qilayotgan ishingni ko'rsatish mexanizmi. Ertaga sana oladigan bonusing bu rahbariyatda kayfiyatiga bog'liq bo'lmaydi, aniq bir nimalarga, ko'rsatkichlarga bog'liq bo'ladi. Rahbariyat kayfiyati yaxshi yomon bo'lishi mumkin, lekin sen shu ishni amalga oshirding, bo'ldi, sen shu miqdordagi bonusingni olasan deb adolat kerak. Adolat tizimi. Siframi da biz Shundan tabiiy bitta savol kelib chiqyapti, real caselarga asoslangan. Endi biz bilamizki, ko'p bizneslarda sezon degan tushuncha bor, ya'ni mavsumiylik. Ma'lum bir mavsumda savdo baland bo'ladi, ma'lum bir mavsumda savdo kam bo'ladi. Agar biz misol uchun oyligini 50 qildik deylik, 10 million oyligida 5 millionni fiksa beramiz, 5 millionni KPI qilib beramiz. Sezon ko'p payti, misol uchun plan ham katta bo'ladi. Deylik 100 million plan qo'ydik sezon payti. 100 million bajarsang shu oyligini olasan dedik. Chunki daromad ham yaxshi bo'lyapti. Sezon past. O'zi 10 million savdo qiladigan vaqtga tushib qoldik. Xodimda ham oylik 10 million bo'lsa, bizda boyaga uni oylik bizga og'irlik qilishi mumkin. Ya'ni adolat bo'lmasligi. Xodimni biz oyligini plan продажani, savdo rejasini foizda bajarishga qo'yamiz. 10 million qo'ysak ham 100% bajarish kerak, 100 million qo'ysak ham 100% bajarish kerak. Xodimda yana ikkinchi qism paydo bo'ladi. Ya'ni u kompaniya qancha ko'p savdo qilishidan emas, xavfsizlik o'ylaydi. Men 100 million savdo qilyapti, 150 millionga imkoni bo'lsa ham planni ochiradi, to'xtaydi. Chunki yana ochirsam keyingi oy yana planim oshib ketib qoladi deydi. Ya'ni bu imkoniyat ko'rsatmaydi deydi. Chunki keyingi oyda men qila olamanmi yo'qmi o'ziga ishonmaydi. O'sha taraflari bor. Bu qanaqa qilib, ya'ni ikkita masala bu. Xodim imkoniyatdan foydalanishdan qo'rqadi. Ikkinchisi bu kompaniya daromadiga to'g'ri proporsional o'smasligi, ya'ni qimirlab turmasligi. Qanaqa yechsa bo'ladi shu muammo? Men o'ylayman bu yerda ikkita tarafdan bor yo'llar qanday qilish mumkin. Masalan, birinchidan kompaniyada o'zi bizlar kamera o'chgan paytida bizlar aytdik-ku, finansiy menejment bo'lish kerak, cash flow bo'lish kerak. Shu paytlarda o'zi rahbariyat, asoschilar bilish kerak. Shu paytlarda bizlarda sezon bor. Bu paytlarda sezon yo'q. Bozorga ham qarash kerak. Bozor qanday o'ynab ketyapti. Qaysi paytlarda ular ko'p pulni qo'ysa, u pullarni tarqatmash kerak, qo'yish kerak. Bilish kerak. Mana shu paytlarda biz pullarni berishimiz kerak. Ikkinchidan, xodimlar bilan gaplashish mumkin. Masalan, aytish kerak, sizlar ko'ryapsizlar, yilda ichida sizlar shuncha pullarni oyiga olasizlar. Lekin bizlarda oylarimiz bir-biriga o'xshamaydi. Masalan, yanvarda shuncha, iyunda shuncha deb o'nga narsalarni tushuntirish kerak. Keyin aytish kerak. Masalan, sezon yo'q paytida biz sizlarga yordam beramiz. Chunki bizlarda bor qanaqadir pullar bizlar qoldirdik. Yoki qanday qilish mumkin? Masalan, sizlar bilasizlar, yilda ichida ular qancha pullarni oladi. Masalan, 20 million bitta xodim. Lekin sezon paytida u 40 million qilyapti. Sezon paytida emas, 10 million qilyapti. Shu paytlarda sizlar aytasizlar, sezonga o'xshamay, sizlar aytasizlar, har oyda bo'yicha sizlar 20 million olishim imkoniyatlari bor. Lekin nima qilish kerak? Har bitta oyga biz sizlarga KPI'da yozamiz. Chunki baribir bu xodimlar tayyorlash kerak sezonga. Masalan, bizlar mana ishladik universitetda. Universitetda qaysi paytlarda sezon boshlanadi? Yanvardan sentyabrgacha. Chunki sentyabrda o'zi bo'ldi. Oktyabr, noyabr, dekabr u paytlarda ular tayyorlash kerak. Analitika qilish kerak, boshqa narsa qilish kerak, hamma narsaga bizlar keyin u paytlarda ularda sotuv bo'limida, boshqa odamlarda qay narsalar imkoniyat yo'q o'sishga. U paytlarda bizlar nima qildik? Bizlar aytdik, shu paytlarda sizlar skriptlarda analiz qilishingiz kerak, analitika продажалар qilishingiz kerak, hamma narsani yozishingiz kerak boshqatdan. Siz aytganingizda men aytdingiz-ku, Xitoyda kompaniyani primerini. Xitoy mana shunaqa narsaga olib boramizmi, yo'qmi? Unga savollarda fikrlarni berishingiz kerak. Shu narsalarga biz sizlarga KPI'ni beramiz.
u aytganingizda sezonda aytganingizda qilsa beramiz, qilmasa yo'q. Maqsadni boshqacharoq qilib qo'yish. Da yoki shunday qilish mumkin yoki tushuntirish kerak. Masalan, tur firmalarida ular tushuntiradi, aytadi. Masalan, bu paytda bizlarda sotuv yo'q, lekin biz sizlarga 3 million, 4 million дополнительно beramiz. Yanvar tam qaysi eslamayapman, qaysidir oylarda sizning sezon paytlarida biz sizga beramiz qo'shimcha pullarni. Hech narsaga bog'lanmay ular aytadi, biz o'zimiz sizlarga yordam beramiz. Chunki u xodimlarni qidirish juda qiyin narsa-da. Sotuv menejerlar tur firmalarida. Shuning uchun ularni qoldiradi. Chunki biladi, agar ularni bo'shatsam, boshqalarni topaman desam, shuncha pullarga o'tishadi ular. Qo'shilishaman shu fikrga. Demak, buni yechimi har xil bo'lishi mumkin. Agar mavsumiy ish bo'ladigan bo'lsa, balkim bir belgilangan miqdorda xodimlar doimiy ishchi va mavsumiy ishchilar ham yo'lga qo'yilishi mumkin. Shu mavsum past bo'lgan paytda faqatgina doimiy ishchilar qolib, ularning KPI o'sha mavsumga qarab belgilanishi mumkin. Mavsum kelgan paytda shu mavsumiy ishchilarni jalb qilib ishni bajarsa bo'ladi. Keyingi misol bu oldingi yillarning statistikasidan kelib chiqib, har oy uchun har xil KPI qo'yilishi mumkin. Agar oylik KPI bo'ladigan bo'lsa, mavsum uchun bir KPI, mavsum bo'lmagan oylar uchun boshqa bir KPI qo'yish nimasi. Va endi men o'zim moliyachi bo'lganim uchun cash flow, to'g'ri aytdingiz, cash flow, cash is king deymiz. Naqd pul bu qirol degani, shu cash flowni to'g'ri rejalashtirib, to'g'ri plan qilib, bu oylik baribir ishlagan xodim oilasini boqish kerak. Orqasida farzandlari, turmush o'rtog'i, oila turibdi. Bir miqdordagi pulni uyga olib kirish kerak. Shu narsani bera oladigan muhit yaratilishi kerak korxonada. Shu naqd pul oqimini rejalashtirib, to'g'ri taqsimlab, to'g'ri belgilab ishlatilishi. Men o'ylayman, mavsumiy ishda, biznesda mavsumiy bo'lmagan bizneslarda deyarli bir xil mexanizm, statistikaga qarash kerak va o'sha statistikadan boya aytdim-ku, hozirgi boshlang'ich nuqtamizni bilib olishimiz kerak. Shu nuqtani bilganimizda KPI belgilayotganda, maqsadlar belgilayotganda, shu nuqtani belgilayotganda уже tarixdan qarab, statistikadan qarab уже belgilanishi kerak. Oyma-oy, kvartalniy yoki nakopительный bo'lishi mumkin KPI ko'rsatkichlari. Baribir dataset kerak-da. Albatta. Ma'lumotsiz ish bitmaydi. Bizlarda ham mana narsa bor edi. RJDda. Bizlarda maydan sentyabrgacha juda yuqori sezon bo'lgan. 3 qator bizlarda odamlarni yuboradi. Siz aytganingizda qaysidir xodimlarni biz olamiz, bo'shatamiz. Shu paytlarda Rossiyada Sovetskiy Soyuzda nima bo'lgan? Ko'p studentlar kanikullalarga chiqadi-ku. Rossiyada shunday narsa bor, Rossiyskiy studentskiy отряды degan narsa. Ular kanikullalarga chiqadi, ish qidiradi, qayerda ishlayman deb. Ularga aytadi, bizlar taklif qilamiz. Sizlar ish qidirasizlarmi? Kelinglar bizlarning oldimizga. Maydan sentyabrgacha biz sizlarni poyezdlarga kiritamiz, provodnik qilib. Sizlar Rossiyani ko'rasizlar, qaysi joylarga borib kelasizlar, pulni olasizlar. Mazza qilib ishlaydi-da ular yoqda. Chunki bizlarga ham zo'rda, chunki xodimlarni biz almashish kerak. Masalan, sentyabrdan keyin potok yo'q-ku. Nima qilamiz ularni? Ular ham kerak emas ularga ish. Ular ham chiqib ketaveradi, o'qiydi. Zo'r narsa-da, unaqa narsa ham bor bizlarda ham. Masalan, bu yerda kimdir Toshkentda kimdir ertalab ishlayman desa, bor shunaqa xodimlar, kim studentlar kechqurun qo'ydi. Ularni olishimiz kerak. Yoki masalan kechqurun ishlaymiz kerak bo'lsa, qaysidir studentlar yoki boshqa odamlar bor, ular kechqurun ishlaydi bemalol. Hatto shunaqa baribir qanday deydi,
da unaqa narsa bo'lib ketadi и qayerdadir siz xodimlarni topishingiz mumkin sezonga agar siz xodimlarni olmayman desangiz ko'p xodimlarni lekin unaqa bizneslarga masalan ITni sotish uchun yoki tur firmalarni sotish uchun yoqda baribir qanday deydi kirayotgan qanday deydi takliflar emas требования talablar juda kattada baribir shuning uchun ular xodimlarni baribir saqlaydi unga narsani qilmaydi bizlar aytganimizda u ham ishlaydi lekin bitta joyda ishlamadi Vladivostokda unaqa narsa bor krablar chiqadi krablar chiqsa bizlarda ishlayotgan xodimlar ham chiqib ketaveradi ishdan biz aytyapmiz nima chiqib ketyapsizlar keyin boshqa xodimlardan so'rayapmiz nima olib chiqib ketdi nima uchun u yoqda xodimlar yo'q bizlar boshqa viloyatlardan sizlarga olib boryapmiz u garang narsa-ku boshqa viloyatlardan Vladivostokka olib borish krablar chiqdi-ku krablar chiqdi sizlar hammalarni aytyapsiz bu nima degani ular aytibdi siz bilmaysiz-ku krablarni yig'ib olsangiz ularni sotsangiz 200 ming 300 ming rublda olishingiz mumkin u 4 qator 5 qator bizlarda bizda ham bor O'zbekistonda qishloq xo'jaligida ishlaganimda zavodda ishlaydigan zavodchani deydi-yu tokar frezirovщикlar sezon payti hammasini dala hovlisi bor ekan yuvib qoladi ishlab chiqarishlarda muammo yoki там mana bu tekstilniy anaqa fabrika ishlashyapti normalda ishlab kelyapti ancha yillik xodim qaysidir sezon yuvib qolishadi qayerqa yuvib qolishadi desak hammasini o'zini yeri bor ekan anaqasi bor ekan o'shani yig'inlarni yig'ib olish uchun ham yuvib qoladi yani shunaqa nima deydi ish beruvchilar shunaqa problemalar bilan ham duch keladi xodimlar ketib qoladi o'zi yoqda hech qanaqa KPI ishlamaydi chunki ancha oylik topayotgan oylikdan ancha ko'p daromad ko'rishi mumkin-da shunaqa vaqt zo'r endi doimiy yana bir muammomiz bor KPI joriy qilishda tadbirkorlarga qiziq bo'ladi o'ylayman xodimlar baribir yangiliklarga ba'zida qarshilik bo'ladi shunaqa KPIda ham ba'zi joylarda qarshilik bilan kutib olishadi e'tiroz bilan shu narsa yuzaga kelmasligi uchun qanaqa uni xodimlarga tushuntirish kerak yoki joriy qilishda nimaga e'tibor berish kerak yana mas'uliyat rahbariyatda bu xodimlarga sodda qilib tushuntirish va KPI o'zini hisoblash mexanizmi sodda bo'lishi kerak xodimlarga tushunarli bo'lishi kerak bu aytaylik moliya bo'limidagi yoki kadrlar bo'limidagi analitiklar uchun bu tushunarli bo'lishi mumkin qiyin formula lekin va bu zavodda ishlab chiqarishda ishlayotgan xodim uchun bu qiyin bo'lishi mumkin shuning uchun maksimal sodda bo'lishi kerak maksimal sodda tushuntirilishi kerak va bu rag'bat uchunligini qayta tushuntirilishi kerak bu jazolash mexanizmi emas rag'batlantirish mexanizmini keng yoritib tushuntirish kerak Jonibek aka sizda qanaqa fikrlar bor men qo'shilaman Rossiyada kimdir aytdi men eslamayapman oson qilish qiyin qiyin qilish oson bizlar shunaqa narsani yaxshi ko'ramizda shu bizlar o'ylaymiz men tushunyapman-ku menda magistratura bor yoki PhD bor u ham odam tushunadi deb narsa qanday deydi ularni kiyim oyoqlarimizni qo'ymaymiz bizlar aytyapmizda ular qanday yashashdi deb shuning uchun siz aytganingizdek empatiya bo'lishi kerakda qo'yish kerak ko'rishimiz kerak и ko'p narsalar rahbarlardan o'tadida men qanaqa muammoni ko'ryapman O'zbekistonda bilmayman nima uchun unday bo'lib ketyapti qanaqadir rahbarni joyida bersangiz kimdirga kibr bo'lib ketyapti ko'plari siz o'ylaysiz sen oddiy birinchi nima qadamda rahbar bo'lyapsiz nima uchun shuncha kibrim bor odamlarga sen birinchidan sen rahbar bo'lgandan keyin sen nima qilishing kerak sen ularga sharoitlarni yaratishing kerak hamma narsalarni olib kelishing kerak undan keyin ular senga natijani ko'rsatadi keyin o'zing sen o'sib ketaverasan ya'ni ikkita senga jamoani beradi 3 ta beradi 4 ta beradi keyin hamma kompaniya sen qaraysan sen birinchidan o'zingni xodimlaringga nima e'tibor berishing kerak ular o'zi bir narsani tushunmasa sen tushuntirishing kerak bir narsani bilmasa sen o'rgatishing kerak men ko'p kompaniyalarga apros qilaman ko'rayman xodimlarni ichida men so'rayman rahbarlarimiz qanday 95% 99% aytadi zo'r u natur narsa
chunki men ulardan keyin so'rayman, sizlarda o'qitish qanday kompaniyalarda? 70%, 40%. Sizlarda motivatsiya qanday? 50%, 40%. Sizlar natijalarni kompaniya ko'ryaptimi? 40%, 50%. A u kimdi vazifasi? Rahbardi, birinchida. U lider degan odam unaqa narsani e'tibor beradi. Masalan, sen yaxshi ishlading, men seni ko'ryapman, men ichariga aytaman, ular senga qanaqadir premiya yoki qanaqadir nima bumashka beradi deb, diplom beradi deb aytamiz. Yoki sen bir narsani tushunmayapsan, men seni hozir o'rgatib tashlayman. Yoki qanaqadir narsani u aytish kerak. Birinchidan siz aytganingizda rahbardan birinchidan o'tadi u narsa. Bizlarda ko'plari qibir katta bo'lib ketyapti, keyin o'zini xodimlarga qanday qaraydi, sen hech kim, men bo'lib ketdim deb. Ular ham qo'rqib aproslarda 95-98% bo'lyapti. То есть ochiq to'g'ri javob berishmaydi deyapsiz. Yo'q. Mana bu yerda qo'llanayapti, qancha 20 ta kompaniyada men nima apros qildim. Ko'plari fintech, bankovskiy sektor. U qanday deydi, intellektual, unaqa yuqorida yurayotgan ko'plari o'ylaydi-da, unaqa. Oddiy emas. Oddiylardan qildim. Ulardan xuddi shunaqa. Bilmayman nima uchun bizlarda xuddi shunaqa. Mentalitet. Balkim. Наверное, особенность. Lekin ko'plari men o'ylayman tushunish kerak. Rahbar bo'lgansiz bo'lsa, u katta qanday deydi, vazifa, keyin qanday deydi, mas'uliyat. Da. Sizlardan keyin so'raydi u narsadan, rahbar bo'lganlardan. Kompaniya so'raydi birinchidan, keyin boshqa joydan so'raydi. Sizlar nima qilishingiz kerak? Sharoitlarda yaratishingiz kerak. Masalan, kimdirda qol markazida naushniklar yaxshi emas, yaxshidan olishing kerak. Sen birinchidan aytishing kerak. Naushniklar bo'lmayapti. Agar ularga havo yetmaslik bo'lsa, ko'p qol markazlar podvalda qo'yapti. U yoqda o'tirish ham mumkin emas. O'zi nima qiyin yoqda o'tirib. Sen birinchidan aytishing kerak. Yoki bir narsa qo'yaylik, yoki bir narsa qilaylik ularga deb. Hamma sharoitlarni sen yaratishing kerak. Keyin ulardan so'rashing kerak. Agar unday qilmasang, sen qanaqa rahbarsan? Sen faqat qanday deydi, boss deydi. Lider emas. Lider bo'lish kerak, keyin liderlar tushuntiradi hammalarga. KPI'ni, hamma narsani. Keyin HRga ham aytadi, masalan, bu KPI ishlamayapti, balkim boshqa taklifim bor, shuni qilaylik deb. Chunki o'zim ham yoqdan chiqdim. HRlar ko'p HRlar nima uchun natur KPI qo'yadi? Chunki muammoni tushunmayapti. Bu bo'limda muammoni tushunmayapti. Uni kim aytib berish kerak? Rahbar. U aytilmasa, ular tushunmasa, bo'ldi. Shunaqa odamlar qiynab ketyapti-da KPIdan. Oxiriga yetib qoldi podkastimiz. Maslahat ila mana KPI joriy qilishda har bir yildan bitta maslahat korxona rahbarlariga, liderlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardinglar? Dataset. Kerak, вообще bo'lmaydi bi dataset. Aha. Analitikada. Mani maslahatim shunaqa bo'lardiki, yana bir bor qaytarib o'taman, KPI jazolash mexanizmi emas, rag'batlantirish mexanizmi qilib tatbiq qilinishi kerak. Bu bir. Ikki, oxirgi yillarda hozir olib borilayotgan siyosat tufayli juda ko'p imkoniyatlar berildi, juda ko'p tadbirkorlarimiz keng tadbirkorga aylanishdi. Oldin aytaylik, bozorda savdo qilib yurgan tadbirkor daftarda uchot qilib, bir 2-3 ta xodimlari bilan o'zaro gaplashib, kelishib bir ish yuritgan bo'lsa, hozir ular уже zavod miqyosiga chiqishyapti. Zavod miqyosiga chiqqanda haligacha ba'zilarda shu daftar tizimi qolib ketgan. Daftarda boshqarish, baqir-chaqir shu tizim qolib ketgan. Shuning uchun ma'lum bir muddat shunaqa ishlashadi. Qarasaki stagnatsiya bo'ladi, biznes muammolar kelib chiqadi, ishchilar ketadi, ishchilarning qanchalik muhimligini keyin tushunishni boshlashadi. Shuni meni maslahatim oldindan tushunib, o'zi ustida ishlab, aytaylik ma'lumoti bo'lmagan bo'lsa, treninglarda qatnashmagan bo'lsa, albatta o'zi va komandasini rivojlanishi uchun pul tikish kerak.
treninglarga yuborish kerak, shunga o'xshagan podkastlarni eshitish kerak. Bir qanaqadir soatlar qilib o'z ustida ishlash soatlari qilish kerak. Shu KPIlarni ham kiritishda, bu siz ham amaliyman deydiganlar ertaga baribir adashadi, bekordan bekor xalqaro kompaniyalar bu tizimlarni ishlab chiqib tatbiq qilishmagan. Shu narsaga qanchalik vaqtli kelishsa bizni mahalliy tadbirkorlarimiz shuncha ularni olib borayotgan biznesi uchun yordam bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat katta. Shu tomonga yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Faqat KPIda mana korxona ko'rsatkichlarini dedik. Yana bu har bir xodimni o'zini rivojlanish uchun yana bitta ko'rsatkich qo'yilsa, mana международный kompaniyada ishlaganimizda shunaqa bizda обязательный talab, требование edi. Har bir xodim uchun o'sha ishidan tashqari o'zini shaxsiy rivojlanishi uchun bitta sel qo'yilardi. O'shanga ham ahamiyat berilardi, rivojlanishi ustida ishlashi uchun. Unda bugun o'zi qiyin mavzu tanlanganda KPI. Bunga menimcha bitta podkastda to'liq KPI'da mavzusini ochib, hamma mavzularga savol topishda imkoni yo'q deb o'ylayman. Lekin bugun menimcha baribir maqsadimiz manfaatli kontent tayyorlash edi. Shunaqa bo'ladi deb o'ylayman suhbatimiz. Ko'pchilik manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Ba'zi narsalar ochilmagan bo'lishimiz mumkin. Buni bu vaqt chegarasi jihatidan ulgurmaganmiz. Shuni hisobiga yana sizlar bilan hamkorlik qilishga, yana bir podkastlarimiz bilan ko'rishdan xursand bo'lamiz va menimcha O'zbekistonda o'zbek biznesi rivojlanishiga hali sizdaqa mutaxassislarning tajribalari, bilimlari, ko'nikmalarini ko'p foyda beradi. Nasib bo'lsa hamkorlik davom ettiramiz. Unda bugun kelganliklaringiz uchun rahmat. Sizlarga ishlaringizga omad tilab qolamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Omad. Katta rahmat. Chaqirganingiz uchun katta rahmat. O'sha ajoyib bo'ldi. Menga yoqdi. O'zbek tilida birinchi marta podkast beryapman. Bilmayman qanday chiqdi. Lekin harakat qildim. Manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Hamma uchun ham, biz uchun ham, podkastni ko'ruvchilar uchun ham, tadbirkorlar uchun ham juda manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. O'zimizda keyslarimizni berdikda, bu men o'ylayman eng muhim narsa bu. Chunki sizda keyslarimiz juda katta, juda qimmat. Siz qancha yashagansiz, qancha narsani bilgansiz. Men ham o'sha narsalarni aytib bordim. Yordam bersa zo'r bo'ladi-da bu keyslar. Rahmat katta. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sog' bo'linglar.